Bugun O'zbekistondagi eng katta pochta yetkazib berish kompaniyasi BTS Express bomba jo'natishgan ekan. Tasavvur qiling, bomba jo'natishgan. Taxminan necha million dollarlik mahsulot oldi. Mahsulot kelgan paytda har bitta narsani tekshirib olishimiz majburiyatimiz bor. Bu qonunda ham shunaqa ko'rsatib qo'yilgan pochta to'g'risidagi. O'rtacha hisobda bitta dostavka masalan necha bo'lganlar masalan mana shu paket коробка masalan. Shu uchun ham bozorga kirib ketishimiz, boshqalardan ko'ra yaxshiroq xizmat berishimiz sababi shu. Chunki programma o'zimizniki, xohlagan tarafga yo'naltiramiz. 1 yil ichida 5 million yuborma bo'lgan. Ustoz degan gaplar bor Jahongir akani. Men birorta biznesimni bolalarimga bermayman deyiladi. Menga qiziq bo'ldi, men aniq bilaman, bizning ko'rayotgan odamlar ham qiziq. 1300 ga yaqin odam. Necha pul oylik chiqarasiz hammasi? Xodimda sizga nisbatan mulozamat oshib ketsa, vaqti oshib ketsa, undan qo'rqish kerak. Tasavvur qiling, men zakaz qildim, telefon ochsam, siniq. Kim javob beradi bunga? Birinchi отправкamiz Buxorodan Toshkentga bo'lgan. Mashina, nomer, punktga qanaqa qaraysiz o'zini? Xizmat ko'rsatishda pul katta. Nimaga uzun haligacha BT sindira olmadi? Zakasiga qarab, men bu do'konga mana bunaqa narsa kerak, men bundan buncha kerak, men bu razmerdan kerak deydi. Qanaqa dangaza odam 300 tadan oshib filial tashlashi mumkin? Shunga o'xshagan hamma joyda internet zo'r ishlashi kerak, bu soha yana ham rivojlanishi. Har bitta xodim o'zi aslida ishdan ketayotgan paytda o'ziga tegishli bo'lgan rahbardan halollik so'rab ketish kerak va halolligini berish kerak. Assalomu alaykum, formanglar. Bugun O'zbekistondagi eng katta pochta yetkazib berish kompaniyasi BTS Express bosh direktori bilan butun mamchi biznes aylanib chiqamiz. Xo'roz. Birinchi filial qachon ochilgan, ichkaridagi hamma narsani kompaniyani to'liq qiziqarli jarayonlar bilan ko'rsatib beramiz. Bejiz aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Alaykum assalom. Hammaga assalomu alaykum. Bugun qo'ldan kelguncha o'sha faoliyatimiz qanaqa, nimalar bilan shug'ullanamiz va qanaqa boshlangan bu ish tushuntirib berishga harakat qilamiz. Nimaga bu yerda turibmiz? Chunki bu BTS Express Birinchi filiali. Birinchi filiali. Shu Hozirda faoliyatimiz shu joydan boshlangan. Men hozir kiramiz. Kirgandagi xonani yarmi bo'lgan, faqat bitta shu xona bo'lgan. Turgan joyimiz esa Yakkasaroy, Rakat mahalla, yo'lli yuzi va birinchi savol, eng qiziq savollardan bittasi, mana shu filialni umuman ochilishiga, qilinishiga necha pul ketgan? Endi bu filialni 17 yil oldin qilganmiz. 2009-yil. 2009 oxirlarida qilingan. To'g'risi esimda-yu. U paytdagi narx-navolar, misol uchun oyliklar ham qancha 300 ming, 200 ming atrofida oylik bo'lgan u paytda. Hozir misol uchun aytib berishim mumkin, birinchi liniya bunaqa metr kvadratdagi joy aynan juda ham markaz bo'lmasa ham Yakkasaroyda taxminan yo'lli yuzida 2000-3000 dollar atrofida turadi. Arendani o'zi. Juda qiziq savol bor, chunki hozir bizani ko'rayotgan asosan yoshlar bo'lishi mumkin. BTS o'zi yoshlarni ko'rinishida bu Koreyaning pop gruppasini otadi. O'zi ulardan ilhomlanib qo'yganmiz, siz o'zi asl ma'nosimi buni? Biz bu brendni 2009-yilda ishlab bo'lmaganmiz. chiqarganmiz. Yo'q, Koreyaning pop gruppasi 14-15-yilda chiqqan. Faqat ularning endi marketing strategiyalari juda ham kuchli, kitoblari ham chiqqan, bilasiz. Ularga aloqasi yo'q. Ulardan bir 5-6 yil oldin bu brend chiqqan. Brendning endi kelib chiqishi juda ham oddiy. Birinchi отправкamiz Buxorodan Toshkentga bo'lgan. Buxoro, Toshkent. Buxoro, Toshkent servis. Buxoro, Toshkent servis. Servis bo'lib qo'yilgan. Undan keyin endi marketologlar ishlab Best Transport Solution, Best Transport System degan nomlarni qo'yishdi. Endi ana kitobida shunaqa. Men bitta narsani eshitib qoldim. Sizni tekshirib turishar ekan. Davlat. Masalan, eng hamkorlikda ham ishlaymiz. Hamkorlik, tekshiruvlar bomba jo'natishgan ekan. Tasavvur qiling, bomba jo'natishgan. Va buni qanaqa aniqlagansiz o'zi? Juda ham ko'p tadbirlar bo'ladi. Misol uchun Namanganda o'tkazilgan bitta tadbirda o'sha haqiqiy qurol, dinamitlarga o'xshagan narsa jo'natishgan. Toshkentda ham 2-3 ta tadbir bo'lgan. Unda ham aynan o'sha mulyaj bomba qilib qaysidir bitta tashkilotga jo'natishgan. To'g'ri, buni qaysidir holatda o'tib ketish ehtimoli ham bor. Qaysidir holatda topadigan, lekin maksimum biz ham xavfsizlik chorasi uchun o'sha har bitta ofisga metal detektorlarni qo'yganmiz. O'sha saralash markazimiz bor. U joyda o'sha aeroportlarda ko'rgansizlar, skaner apparatlarini qo'yib qo'yganmizki, bizdagi eng zamonaviysi o'zi sun'iy intellektlar bilan jihozlangan, o'zi topib beradigan sistemalarni qilganmiz. Biz ham to'liq o'sha davlat xavfsizligi, o'sha jamiyat xavfsizligi uchun biz ham hamkorlikda ishlaymiz, shartnomalarimiz ham bor. Misol uchun Navoiyda konkret bo'lgan keysimizdan kitobni o'yishganda xavfsizlik xodimlari ichiga dinamit joylashtirishgan. Shuni xodimimiz aniqlagan. Biz shu bitta aklada
miqdorida misol uchun premium bor bu. Premium berganmiz. Asli vazifasi topishi, lekin bu tadbir har doim bo'lmaydi uchun topganiga mukofot ham bor. Bu narsaga to'g'risi biz ham juda jiddiy qaraymiz. Eski 2009-yil birinchi filial ochilgan. Hozirgi kunda 2026-yildamiz. Nechta filial hozir va 2026-yil oxirigacha rejada nechta filial qilish bor? O'zi 2025-chi 300 ta filial plan qo'yganmiz, 300 ta bilan yopdik. Planni bajarganmiz. Hozir 360 taga chiqdi. 359 ta edi kecha o'tgan haftaga ana yig'ilishda ko'rgan statistikamiz. Bu 360 ta oshishi ham mumkin. Oshishi ham mumkin. E'lonlar bor. Bizda post e'lonlar orqali yuradi. Biz ochamiz, 10 kuncha ishlatgandan keyin postlari chiqishni boshlaydi. 360 ta, bu yil 600 ta planni olganmiz. Xodimlar soni ko'p. Baribir orqasidan gapiradigan bo'lishi mumkin. Tabiiy. G'iybat qilishi mumkin bo'lgan odam bo'lishi mumkin. Bu shunaqa holatlar bo'ladimi? Bunaqa holatda nima? Qanaqa yo'l tutasiz? Eshikdan bo'shataman. Nafaqat mani. Misol uchun ikkitasi yig'ilib, yana bittasini qilganini eshitsam ham bo'shaydi. Ya'ni bu narsa bizni qadriyatda yo'q. Ya'ni ikkitasi janjal qilsa ham, ikkalasi ham kalta yegani ham, kaltalagani ham ketadi. G'iybat demasa ham shu. O'zimga nisbatan bo'lganini ham xuddi shunaqa ko'ramiz. Bitta o'sha topdagi kadrlarimizdan bittasini ham 3-4 oy oldin bo'shatganmiz. Sababi shu meni shaxsiyatimga, ya'ni bitta boshqa xodimga gapirib qo'ygani bo'lgan. Juda qo'pol narsa emas u, gapirilgan. To'p bo'lishiga qaramasdan bo'shatgan. Farqi yo'q. Korxona baribir mana bunaqa narsa. Xodim bilan kelishdingiz. Bu boyaga aytib o'tganlarim korxonani yaxshi ko'rishi, ishini yaxshi ko'rishi, hamma narsasi mos bo'lishi kerak. Faqat lekin ish bu. Ertalab 9 dan soat 6 gacha qiladigan vazifasi bor. Belgilangan tartib bor. Shu tartib asosida o'sha ish vaqtida qilish kerak bo'lgan ishini qilish kerak. U sizni okangiz, ukangiz, qarindoshingiz, tanishingiz farqi yo'q. O'quvchilik eshikdan chiqqandan keyin bu narsaga to'g'risi juda jiddiy qarayman. Bu bilgan oldinda, shu mumkin emas bu narsa. Xuddi shunaqa. Eski BTS qabul qilish, chiqarib yuborish standart ofisdamiz, to'g'rimi? Hamma ofis shunaqa. Почти hamma ofis mana shunaqa, faqat o'sha katta kichikligiga farq qiladi. Bu endi ko'proq ob'yom keladi uchun, misol ko'proq xodim ishlaydigan qilingan, qaysidir kichkinaroq qo'shimcha filial ochilgan bo'lsa, bu ob'yomini tortish uchun bu yerda bitta ikkita odam ishlashi mumkin. Почти standart shunaqa. Kirganda stol bo'ladi, bu yoqda tekshirib olishga joy bo'ladi. Hozir endi onlayn savdo rivojlanib ketgan-ku. Kiyimda keladi. Kiyimda keladigan bo'lsa, bu yoqqa kirib, misol uchun kiyib ko'rishi ham sharoit qilganmiz. Bu eng muhim anaqalardan bittasi. Fishkalardan. Qulayliklardan. Chunki onlayn savdo bilan shug'ullanadigan misol uchun tadbirkorning mijozi sotgan tovarni sotdimi, u joyida ko'rib, bo'lish bo'lmasligiga ko'ra ko'rishga, bu uyga olib ketadigan bo'lsa, uni biz qaytarib olmaymiz. Bu mas'uliyatdan bo'yingizga olasiz. Bu mas'uliyatdan bo'yingizga olasiz. Shu so'z to'g'ri keldi, to'g'ri kelmadi. Kelmadi, ha. Chunki tovarning vazirati ham bor, u sotilmaydigan bo'lsa, uni ham javobgarligi bizning bo'ynimizda-da. Boyagi tovarni aytdim, ya'ni bomba, shunga o'xshagan narsalar hozir kelganda ham tekshirib oldi. Ha, misol uchun mahsulot kelgan paytda har bitta narsani tekshirib olishimiz majburiyatimiz bor. Bu qonunda ham shunaqa ko'rsatib qo'yilgan pochta to'g'risidagi va misol tovar kelganda bolalarning o'zi ham tushuntirib berishadi. O'sha tartibi qanaqa tekshirib olishini. Xo'p, bizga har qanday jo'natma kelganda birinchi o'rinda uni tekshirib olamiz. Metal detektor har bir filialimizga tarqatilgan bu. Bunda tekshirib olamiz, qanaqadir tovar ichida metal narsa bo'ladigan bo'lsa, bu ovoz chiqaradi. O'sha signaldan keyin biz u narsani ichini ochib ko'ramiz. Majburiy ochish. Majburiy. Faqat mijozni ko'z oldida kamera nazorati ostida tekshirib olinadi va bu narsada agar BTS taqiqlangan narsalar bo'ladigan bo'lsa, unda biz uni klientga qaytarib beramiz, jo'nata olmasligimizni bildiramiz. Ochmayman desa-chi? Yo'q, agar mabodo ochishimizga ruxsat bermaydigan bo'lsa, ularning pochtalarini qabul qilib olmaslikka haqqimiz bor. Zo'r. Metani to'polon qo'ydi, yo ochmaysan, olib qolasan. Yo'q, unaqa qilmaydi. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, ularni ochib ko'rib tekshirtirib olishga rozi qilamiz. Agar rozi bo'lmaydigan bo'lsalar, qaytarib beramiz. Agar rozi bo'ladigan bo'lsalar, ichini ochib ko'ramiz. Agar taqiqlangan jo'natma aniqlanmasa, jo'natmalarni aytilgan manzilga yetkazib beramiz. Qanchalik tez tetiklab turadi bu? Xo'p, ichida har qanday metal buyum bo'lgan jo'natmani tekshirib olsa bo'ladi. Ya'ni qizuv savol o'zi ishlaydimi, tekshirib berdik, shu nomiga emasmi degan narsani. Yoqqaningizdan keyin metal narsalarga ovoz chiqaradi. Hamma metal. Metal bo'lgani uchun unga ovoz chiqaradi hozir. Zo'r. Demak, nomiga qo'yilmagan ekanda. Yo'q, hammasi ishlaydi bular. O'sha aeroportlarda, kirilishlarda xavfsizlik xodimlari ishlatadigan apparat o'zidan. Zo'r.
o'sha boya aytganimdek, keyin skladda turadigan ham xuddi shunaqa. Bu ham pochta to'g'risidagi qonunda ko'rsatib o'tilganligi uchun biz buni majburiyatini olganmiz bo'ynimizda va tekshirib turamiz. Xavfsizlik hammamiz uchun shunaqa. Eski ishim bo'yicha Qur'on kitob, diniy kitoblarni alohida markirovka qilar ekansizlar. Borib bitta ko'rsa bo'ladimi? Ha, kitoblar ham jo'natamiz. Ichida o'sha musulmonlar idorasidan tasdiqlangan diniy kitoblar ham bo'ladi. Maxsus gologrammali. Buni tashish uchun biz o'zimiz maxsus stiker qilganmiz. Yuring, nari yoqda ko'rsataman. Maxsus stiker qilganmiz. Nimaga buni yopishtiramiz? O'sha kitob adashib yuklarni tagiga qo'yib qo'ymasligi uchun, alohida tepasida ketishi uchun chiqazilgan. Ana kitoblarning ustiga yopishtiriladigan anaqadan beriydi. Misol mana agar nakladnoy bu оформление qilingan narsa bo'ladigan bo'lsa, uni o'zida ham kichkina bunaqa gologrammasi bor. Undan tashqari alohida mana katta yopishtiriladi. Bu bolalar adashib ustida boshqa yuk qo'ymasligi, ya'ni yuklarni olib ketmasligi uchun bu narsani ichki anaqada protsessda joriy qilganmiz. Uchinchi pochta bo'lmasa kerak bu narsa. Manimcha boshqalarda bo'lmas kerak. Men ham ko'rmaganman. Bu endi o'zimiz hadiyatdan kelib chiqqan holda qilganmiz. Kitobni diniy kitob tashish mumkin. Misol uchun jo'natmoqchi bo'lganlar bemalol olib kelishi mumkin. Faqat o'sha o'zimizdan chiqqan maxsus ruxsatnomasi bor, nashriyotlarimiz bor. Shulardan chiqqan kitob bo'lsa, diniy kitoblarni ham chiqarish mumkin. Yaqinda video ham qildik-ku. Mumkin emas mumkin degan anaqada. Yo o'sha maxsus gologrammali, dumaloqda gologrammali kitob bo'lishi kerak yoki o'sha diniy idorani maxsus sertifikati bo'lishi kerak. Ishlatish mumkin degan. Olib kelishimiz mumkin. Bu chetdan ketish-ketishga ham aloqasi bor. Ancha murojaat tushdi menga. Men bu kitobim bor edi, olib kelsam bo'ladimi? Men bu bor bo'lmaydimi deb. Birinchi talab o'sha dumaloq gologrammasi, keyin ichkarida muqovasida bo'lishi kerak. Ikkinchisi agar bo'lmasa bunaqa narsa, diniy idoraga xat yuborish kerak kitobning nomi bilan. Ular anaqa qilib beradi. Ruxsat bor yo'qligini beradi. Ruxsat bor desa bo'ldi. Uni biz uni o'sha chetdan ham boshqa davlatdan ham olib bera olamiz. Bu yoqda o'sha qabul qilingan pochtalarni qadoqlab, o'sha skladga, satrochniy sentrga jo'natishga tayyorlashadi bolalar. Korobkalar, katta. Bu korobkalar har xil bo'ladi. Misol uchun mana qalini 5 sloy, bu o'sha og'irroq yuklar uchun ishlatiladi. Mamnunsi 3 sloy. Buni endi shu korobka bilan ishlatadiganlar biladi. Bu yupqaroq, yengilroq narsalarga. Razmeri ham har xil. Mana bu yoqda kichkinalari bor. Misol uchun juda ham kichkina tovarlar uchun mana bunaqa korobkalar ham bor ba'zi. Bu endi tepasi bukiladi-yu. Mana bunda kichkina narsa bo'ladi. Mana bunda kichkina telefon masalan jo'natishga mana bunaqa yarim kilogacha yozib qo'yibdi buni. Yarim kilogacha kichkina tovarlar uchun ham bor. Bu kattarog'i. Shu mahsulotga qarab har xil upakovочный material ishlatishadi va bular nima uchun har xil qilingan? Bu sotiladi, ya'ni bu tekin emas, upakovka. Xarajat sizga. Xarajat. Endi shu uchun kichkina narsaga katta pul to'lamasin mijoz deganimiz uchun ham har xil anaqa qilganmiz. Asosan mijozdagi qulaylik, ya'ni undagi qimmat tushmasligi uchun. O'rtacha hisobda bitta dastavkasi necha bo'lganlar o'zi mana shu paket korobka o'zi. Yarim kilo nonlarni jo'natyapti, paket jo'natyapti. U uzoqligi joyiga qarab, lokatsiyaga qarab. Telefon kartamiz saytimizda ham ochiq. Qurbasi bo'ladi. O'rtacha shu 30-40 ming atrofida deylik. Ko'chada o'zim chiqarib yuborganimdan ko'ra ancha arzonroq. Taksidan hozir betangiz arzon. Arzonroq. Taksidan arzon. Misol uchun xavfsizroq. Taksida Buxoroga narsa jo'natganingizdan betangizdan jo'natganingiz ham xavfsizligi 100 juda ham arzon chiqadi. Endi taksi bitta pitakdan ikkinchi pitakka bitta joyda boradigan bo'lsa, biz Toshkentda 90 ta lokatsiyamiz bor. Buxoroga borsa 30 ta 40 ta lokatsiyamiz bor. O'ziga udobniy joydan olish. Yashash manziliga eng yaqin joy ekan. Men ko'raman bolalar upakovka qilishyapti, bitta jarayonni ko'zdan ko'rsataylik. So pochta qabul qilib olgandan keyin ichkariga olib kelib, bu yoqda o'sha xavfsizligi uchun upakovka bilan shug'ullanishadi. Qaysidir korobkaga, qaysidir shundoq qilishadi. Demak, mana hozir tayyor bo'ldi. Ko'rinishda bu yopildi, qabul qilindi, yopildi. Shularga shtrip kodlar urib, qanqa chiqib ketishini ko'rib, qo'yib, taxminan ustida mana bu anaqasini nakladnoy yopishtiradi. Bu nakladnoy o'sha hammasi programmadan ro'yxatda o'tgan QR kod bilan o'shani apparatlarimiz bor, o'qitirib. Lekin qiziq savol, mana bu uzoq raqam bor-ku. Ko'p joyda nechtadir raqam bo'ladi deb, shunda hozir tushunishimiz bo'yicha 601 milliard
pochtami bu? Bu shtrix kod raqami. Mana bu 600 deganingiz bu 60 bilan boshlangan. Nimaga 60? Bu Andijondan kelgan pochta. O. Deylik, mana bu 80 bilan boshlangani Buxoro. Bu misol uchun mana deylik 60 Andijon, 19 balkim filiallar raqami va hokazo bo'ladi. Mana bu orqasidagi qaysidir raqam pochtani soni ham bo'lishi mumkin, to'g'risi. Bo'lishi mumkin. Bilmayman buni. O'zi nechta yuborishda bo'lgan? 13-yilgacha biz programmadan foydalanmasdan ruchnoy ishlaganmiz. Ungacha bo'lgani ham kompyuterdan, Excel'da, qog'ozda bor, lekin 13 dan buyog'iga. 13 dan buyog'iga programmada ro'yxatga olingan. To'g'risi qaramayman. Mana itogini o'rtacha misol uchun o'tgan yili bir 5 millionga yaqin O'tgan yil o'zida. zaявkasi bo'lgan. O'tgan yil o'zi 1 yil. O'tgan yilda. 1 yil ichida 5 million yuborma bo'lgan. Xuddi shunaqa. Demak 13 yil ichida taxminan to'plaveradi. Lekin matematika yaxshi bilsa, kommentariy yozib ketaveradi. Nechta? Endi baribir 13-yilda unaqa bo'lmagan, o'sish bor, ya'ni 5 million ko'paytirib, mana bunaqa ekan deb qo'ymaydi. Bizlar yaxshi ko'radi, bir xil raqam ko'paytirish. Unaqa emas. Doim har yili o'sadi, chunki bozor o'zi o'syapti. Bizning kompaniya ham endi yangi bozor bu, o'sayotgan bozor bo'lgani uchun har doim o'sish. O'rtacha taxminan o'sish qancha mana yildan yilga? Masalan, o'tgan yili 5 million bo'lsa, undan oldingi yil? Oldingi yil o'rtacha misol uchun hozirgi sharoitda misol uchun 2x o'stira olasiz firmani. Zo'r ishlasangiz qila olasiz. Bizga maza qildim o'ga, men qulaylik, Bu filialdagi ishlar. Shaxsiy savol. Oxirgi marta qachon yig'ladingiz? Endi erkak kishi yig'lavermaydi-ku. Ha, Shunisi bilan anaqamiz joyi bor. Endi oxirgi marta menimcha shu umrada ko'zimga yosh keldi. Menimcha shunaqa. Oxirgi marta o'sha yerda bo'lgan, to'g'risini aytaman, har gal borganimda, hozir eslaganimda ham sal ko'tarildi. Har gal borganimda shu Ko'z yosh keladi. kabani anaqasiga chiqqan paytda keladi baribir. Bizga ham nasib qilsa. Xodimlarga ham shunaqa sovg'a qilib turasizmi? Xodimlarga ham, yilni asosan yig'ilishlarda maxsus qanaqadir sovg'alarimiz bor. Har oygi majlislarimiz bor, eng yaxshi xodimlar bor. Misol viloyatlarga aylangan paytda viloyatda eng yaxshi har xil toifasiga ko'ra belgilaymiz. Endi aynan umra bo'lsa, biz yillik yakunlari bilan har yil yakunlanganda bitta korporativ qilamizda, o'sha joyda o'sha sovg'alarimiz beriladi umraga, har xil safarlarga. Sir bo'lmasa, nechta odam berdingiz bu yil? Adashmasam, BTSda bir 7 tacha odamga berganmiz. Yaqinda ham, Mashhadda ham, masalan, bitta viloyatimizni menejeri, hammasida savdo plani bor. Keyin mamnuncha oyda mana bu planga chiqsang, mamnuncha oyda mamnuncha planga chiqish kerak deb majburiyat yuklaganmiz. Sovg'ani aytmovdik. Kecha bitta yig'ilishimiz bor edi, o'sha ish jarayonida yurgan paytda chaqirib oldik, xabari ham yo'q. O'sha direktorimiz borlar, ijrochi, ular O'zbekistonga shunga bitta umra beraylik deb keldilar. Bo'ldi, shunga beraylik dedik. Bechara o'zi ham kutmagan ekan. Bor gaping bormi? Gapir dedim. Chiqazib, bu yoqqa yonimga qo'yib. Ko'zdan yosh chiqib ketgan. Shu, rahmat dedi deb bo'ldi. Boshqa gap gapirmadi. Menimcha tiqilib qoladi ham yoqqa. Unaqa katta sovg'a bo'lmasligi mumkin, balkim kimlar uchundir, lekin o'sha joyga borib, buni emotsiyasi, bu yerdagi emotsiyasi, uni ko'rib turganlarning emotsiyasi, undan tashqari o'sha joyga borib duo qilgan paytda shu duosi amalga oshib ketsa, bu duoda uchida biz ham bo'lamiz-da, kompaniya bo'ladi. Menimcha o'zingiz his qilgan emotsiyani shu xodimlarga bermoqchi bo'lasiz-da. Ha, o'tda ular his qilsin-da. Ha, misol uchun birinchi marta ayniqsa borib kelganlarga unaqa effekti bo'lmasligi mumkin. Shu birinchi marta borsa, o'sha ta'sir qiladiganini aniqlashtirib, bu bormagan mana bu xodimlar deymiz deb berasiz. Uni emotsiyasi boshqacha bo'ladi. Ishga ham ta'siri bor va ancha o'zini bosib olib, kelgan o'shani qadrini bilib, his qiladigan holatga keladi, lekin buni tajribada ham ko'rganmiz. Mashinangizni ko'ryapman. BTS nomerlar bilan o'zi mashina, nomer, fontga qanaqa qaraysiz o'zini? Yo'q, fontga emas. Misol uchun yaxshi markab deydi, yaxshi mashinada yurish kerak erkak kishi. Lekin ko'z qilish uchun emas. Misol uchun men bunga ham yildan oshdi. Shu chiqqan paytda olgan edik. Yuribdi hozir. Endi almashtirish hali o'ylamadim. Nima almashtirish? Men nomer shunchaki marketing. Nomer marketing. Bu nomer bu hozir anaqa chiqmasdan oldin. Men hozir nomerlar sal bemalol bo'lib qoldi. Undan oldinroq olingan. To'g'ri, sal ulardan qimmatroqga olingan. Bu anaqaga, marketing uchun, imенно marketing budjetidan reklama uchun qilganmiz bu nomerni. O'zi tasavvur qiling, o'zi puldan muammoingiz yo'q.
hammasi joyida. Nima ish qilgan bo'larsiz? Shu ish qilammiz yo o'zimni bumi boshqami? Endi birinchidan nasib, ikkinchidan baribir xizmat ko'rsatishni qilardim. servis yoqadi sizga. Servis yoqadi, ishlab chiqarish, savdodan ko'ra men kimgadir mana buni oling aka bir narsa menda yo'q unaqa xarakter. Ishlab chiqarishni boshqaruv juda ham ko'p. Menimcha shu baribir servis xizmat ko'rsatish qilgan bo'ladi. Xizmat ko'rsatishda pul katta. Ya'ni bu pochta uchun aytmayapman. Pochta o'zi juda mizerga ishlaydigan va umuman mehmonxona biznesi bo'ladimi, o'sha logistika biznesi bo'ladimi, любой. Hozir qaysidir xizmat ko'rsatish sektorini oddiy gilam yuvish chaqirsangiz ham 4 ta gilamingizga normalniy pul to'laysiz hozir. Shunga menimcha riski ham bor. Yo'qotadigan narsasi yo'q. Faqat infrastrukturani qilib, o'sha bitta yaxshi tizimni qo'yib olsangiz yuradi. Shunaqa deb hisoblayman. Sizlar eshitayotgan tadbirkor bo'lmoqchi bo'lganlar menimcha uni zametga olib qo'yish kerak. Olib qo'yish kerak. Servis, xizmat ko'rsatishda hech qachon o'lmaydigan soha, lekin O'zbekistondan oladigan bo'lsa, O'zbekiston rivojlanayotgan davlat u. Rivojlangan sari odamlarda servisga ehtiyoj, pul paydo bo'ladi, servisga ehtiyoj oshadi. Shu servisga investitsiya qilish kerak deb hisoblayman. Zo'r. Shunaqa. Yaxshi narsa bo'ldi anu. Fikringiz bo'lsa yozib ketsanglar bo'ladi. Bizga maktabda qanaqa qo'ygansiz? Bu katta biznesmenlar ko'p eshitganman, hamma 2 ga bitiradi. 2 bahoy o'qigandi. Yo'q, yoshlikda jiddiy qarashgan, yaxshi o'qiganmiz. Постоянно tekshirib turishgan. Institutda yaxshi o'qiganman. Yaxshi, u necha? 4, 5? 5. Institutda endi 3, 4, 5 aralash. Institutni bilasiz. Institutga kirgan paytda boshqa ishlar bilan kirasiz. Bermayotganini ko'rganingizdan keyin u tashlab qo'yilgan bo'lishi mumkin, lekin maktabda yaxshi o'qilgan. O'zi bunaqa fikri qanaqa qaraysan? Biznesmen 2 ga o'qigan bo'lsa, zo'r biznesmen bo'ladi degan. Bilmadim. Men lekin tanigan, men atrofimdagi biznesmenlarning ichida maktabda 2 da o'qigan, men tanimayman, to'g'risi. Xarakteringiz qanaqa bo'lgan o'zi yoshlikda? Xarakter bo'lgan, qaysarroq, endi erkaroq bitta o'g'il bo'lgani uchun sal erkalik ham bor. Erkalik deganda janu anaqa emas. Xarakter bo'lgan, yoshlikdan baribir sal erkinroq qo'yilgan. Hozir ham o'g'limga ham xuddi shunaqa anaqasi. Shuni davom ettiryapmiz. Misol uchun sportga borsa, xohlasang bor. Yoqmasa bormagan. Yoki nimadir, u ham dangasaroq o'zimga o'xshagan. Nimadir xohlamaydigan bo'lsa, qiziqadigan narsalarni bilaman. O'shanga bog'lab qo'yib, qiziqtirib. Xuddi shunaqa endi unda ham bor xarakter. Bir xilsanlar deyishadi. Hozir gapingizdan kelib chiqdi. Bu nima, nervinli emas. O'zi sal xarizmatik, jahldorroq xarakter bo'ladi-yu, shunaqa bo'lgan. Hozir gapingizdan kelib chiqib, qanaqa dangasa odam 300 tadan ochiq filial qilib tashlashi mumkin? O'zi dangasa odamdan yaxshi chiqadi tadbirkor. Shunaqa deb o'ylayman. Ishlagisi kelmasa, ko'p mehnat qilishni yoqtirmasa, yechim qidiradi. Lekin yechim qidiradi. O'zi qiyin masalalarni ham dangasa xodimlarga bergin degani kitobiy narsa bor. Yechilmaydigan qiyin masalalarni dangasa xodimingga bersang, tez yechadi deydi. Chunki tezroq qutulishni xohlaydi hamma narsadan. Bu ishlaydi. Shu dangasa bo'lsangiz, lekin baribir missiya bo'lish kerak. Nimadir erishaman degan o'zingizda maqsad bo'lishi kerak. Bu maqsadga ishlab erishishgingiz kelmasa, kallani ishlatib erishasiz-da. U uchun o'sha fikrlab va o'ylab erishiladi ba'zi narsalarga. Hozir bizdan ko'rayotgan odamlar o'ylashi mumkin-da, avvalga bunaqa katta biznes qilib olish uchun zo'r oiladan chiqqan bo'lish kerak. Avvalga kapital, hamma narsani qilib berishgan. Qanaqa oilada katta bo'lgansiz? Yo'q, shu hamma tengi o'rta oila. O'rta oila bo'lgan. Yoshlik bo'lishi mumkin. Qanaqa Конечно, qiyinchilik. Qanaqa qiyinchilik bo'lgan yoshlikda? Shu hozir ko'rayotgan odamlar nima qiyinchilik? Bizdek odam ekan-ku deysiz. Nima qiyinchilik shu o'rta oiladan chiqqan odam nima qiyinchilik ko'rgan bo'lsa, hammasini ko'rganmiz. Endi bu o'sha harakat birinchisi, ikkinchisi nasib deb o'ylayman. Nasibingizda, rizqingizda bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Keyin baribir atrofingizdagi, yoningizdagi siz tanlagan shu ustozlar, kimni oldiga kelganingiz ham ta'sir qiladi. Misol uchun atrofingizda 4 ta bekorchi bo'lsa, baribir tortadi, ta'sir qiladi. Ya'ni endi sizdan kulamiz-ku, boylar mahallasiga borsang boy bo'lasan deb bittasi chiqadi, kuluvdik. To'g'ri, boylar mahallasiga borsangiz boy bo'lmaysiz, lekin qurugingiz shunaqa bo'lsa, muhit shunaqa bo'lsa, baribir ta'sir qiladi. Uni fikrlar. O'g'irlaysiz, fikrini o'g'irlaysiz, qarashini eshitasiz, o'shandan kelib chiqib xulosa qilasiz. Keyin baribir o'zingizga baho berasiz yana. Nimaga bu? Nimaga unaqa, nima menda unaqa deb. Bir shakarda bor, kichkina odamcha deydi. Unchalik bo'lmasa ham baribir aqli bor odam o'ylaydi.
to'xta deydi. Nima sandan ortiq joyi yo'q. Bitta ishchi eplayapti. Nima uchun sen eplolmaysan? Degan fikr baribir bo'ladi. Baribir bu odamni o'sha nimadir missiyasi borligi, qanaqa tarbiyalanganiga bog'liq. Nimagadir erishish hirsi bo'lishi kerak odamda. Yaxshi ma'noda. O'sha hirsli bo'lgan odam anaqa qiladi, erishadi. Paxta qo'yadigan, sizga yaxshi ko'rinish harakat qiladiganlar bo'ladimi unaqa? Uni har xil toifa xodimlar bor. To'g'risi ichida paxta qo'yadiganlar ham bor. Indamayman, lekin juda jiddiy ham olmayman. Bu yoqtiraman ham deya olmayman. Yoqmaydi ham deya olmayman. Uni xarakteri shunaqa deb hisoblayman. Lekin bitta narsa bor. Men juda ham ehtiyot bo'laman. Qaysi xodimda sizga nisbatan mulozamat oshib ketsa, paxta oshib ketsa, undan qo'rqish kerak. Nimaga? Ishiga uverin, o'ziga uverin bo'lgan, o'zini hurmat qiladigan inson hech kimga paxta qo'ymaydi. Bu men ham yo boshqasi menga. Shart emas deb o'ylaysiz. Shart emas. Ya'ni aqli hushi joyida o'zini hurmat qiladigan odam chegarasida hurmatini joyiga qo'yishi mumkin. Zo'r. Juda paxta qo'yib, nimanidir ko'rsatishga harakat qilmaydi. Bitta zo'r qoidam bor o'zimni shaxsiy. Qanaqa? Inson nimani o'zida ko'proq bordek ko'rsatishga harakat qilsa, unda shu narsa bo'lmaydi. Kimdir o'zidan Hoji akani yoqib olsa, har bitta gapiga inshaalloh, har bitta gapiga alhamdulillah deydigan odamdan men qo'rqaman. Uni qalbida muammo bor deb hisoblayman. Qalbida xudovor inson uni ko'rsatishga harakat qilmaydi. Qaysi inson sizga kelib, mulozamat oshuvcha qilib, atrofingizda aylanib o'sha paxta qo'yadigan bo'lsa, uni ichida unaqa narsa yo'q deb, samimiy, ya'ni sizga nisbatan hurmat yo'q deb hisoblayman men. Va buni shu yoshga kirgan bo'lsam, har doim isbotlab. Bizga BTS bosh ofisiga kelib oldik. Yaksaroy tumani, Kichik Halqa yo'li. Halqa yo'lida joylashgan. Bu yerda o'sha boshqaruv ofisimiz shu yerda. Nechta odam ishlaydi? Bu yerda taxminan 150 ga yaqin odam ishlaydi. 150 ta odam mana shu zdaniyada o'tiradi. Shunaqa. Bu boshqaruv, главный ofis. Shu. Hamma shu yerda. Hozir umumiy jihatda-chi? Umumiy jihatda. Umumiy 1200-1300 ga yaqin odam ishlaydi. 1300 ta odam. Bu shtatda franchizalarimiz bor. Bu yerda hammasi endi baribir bizning sistemada bo'lgani uchun o'sha xodimlarimiz hisoblanadi. Zo'r. Asosan kimlar o'tiradi bu yerda? Bu yerda shu operatsion boshqaruv, marketing, sotuv, call center bor, o'sha IT, buxgalteriya, moliya, HR, o'sha boshqaruvdagi yo'nalishlar hammasi bu yerda o'tiradi. Hozir aprel 15dan keyin operatsion boshqaruvdagi xodimlarimiz yangi ofis qilganmiz, u yoqqa ko'chadi, ikkiga bo'linadi. Ya'ni operatsion boshqaruv alohida ofisda, administrativ alohida bu ofisda bo'ladigan qildik. Menga qiziq bo'ldi, men aniq bilaman, bizdan ko'radigan odamlar ham qiziq. 1300 ga yaqin odam. Necha pul oylik chiqarasiz hammasi? Franchizalarga biz ulush to'lab beramiz. O'sha ulush hisobidan franchizalarning o'zi bularga oylik to'laydi. Qolgan o'sha shtatdagi, keyin GPX, o'sha YTT qilib ishlaydigan boshqa otdeldagilarga taxminan 6-7 milliard atrofida oylik chiqadi. 6 milliard atrofida oylik chiqadi. Shu. 6 milliarddan sal oshadi. Har oy. Oyiga. Shunaqa. Endi son ham katta. Chunki bizning ish baribir anaqa bilan bog'liq, inson bilan bog'liq bo'lgani uchun xuddi shunaqa. Xarajatlarning ham asosiy qismi o'sha maosh, transport, yoqilg'i, shunga o'xshagan taqsimlanganda. Sizga sotuv bo'limi, call center ko'rinmoqda eng katta pul oladigan bo'lim qaysi bo'lim? Eng ko'p pul oladigan bo'lim IT bo'lim. Bizda programma o'zimizniki bo'lgani uchun programmistlar o'zimizni jamoani ichida biz o'zimiz yozamiz. Shu uchun ham bozorga kirib ketishimiz, boshqalardan ko'ra yaxshiroq xizmat berishimiz sababi shu, chunki programma o'zimizniki, xohlagan tarafga yo'naltiramiz. Bitta ko'rlik. IT komanda o'sha eng ko'p pul oladigan komandamiz hisoblanadi. Bering. Bu innovatsion rivojlanish departamenti shumi? Shu IT komandamiz o'tiradi mana shu joyda. Kimlar bu asosiy? Shu aytishliklar, Androidchilar, o'sha prilojeniyamiz bor. Telefonda bor, iOS, Android uchun saytlarimizni qilishadi, programmamizni yozishadigan bo'lim. Bu yerda ham endi hozir shanba bo'lgan keladigan odamlar ishlagan. Bu yoqda monitorda o'sha bilan o'sha pokazatellari, nima o'ynayapti, serverlarni nazorati, shularni qilib turishadi. Men kimdir narsa eshitdim. TikTok xodimlaringizdan so'rab ko'rdim. Bular sizda qadriyatni oilaning bir-biriga etmaslik bor ekan. Hamma individual etmasligi kerak degan tartibni joriy qilganmiz. Nimaga? Chunki men
ikkalamiz bitta lavozimda ishlashimiz mumkin, bir xil lavozimda, lekin sizni potensiyalingiz kattaroq, meniki kichikroq bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra siz bilan 10 so'mga, men bilan 9 so'mga kelishilgan bo'lishi mumkin. Endi aytadigan bo'lsa, uni muammosi, lekin kelishuvda shunaqa bo'lgan. Tamom, men sen bilan kelishdim, bu sen bilan kelishuv degani qilingan, lekin operatsion jarayonni ichida umumiyda bilishi mumkin bir-birini. Ular standart ketadi-yu. Ключевой kerakli xodimlarda raznica bo'ladi. Bu tabiiy. Chunki bir xil lavozimda ishlayotgan ikkita odam ikki xil zo'r menga yoqdi, lekin to'g'ri aytasiz, chunki bitta pozitsiyaga kelgan odam daji mana tajribasini bitta yo'nalish rahbarini qo'l ostidagi bo'lim boshlig'i bundan ko'proq olishi mumkinmi? Mumkin. Endi buni biladigan bo'lsa, o'sha bu yoqda konflikt chiqishi ehtimoli bor. Nima uchun men undan katta lavozimda kam? Shu narsani ham oldini olishga harakat qilamiz. zo'r. Sizga ITga katta urg'u berar ekansiz. O'zi bu IT kompaniyami yo logistik kompaniyami? To'liq o'zi faoliyatimiz hammasi ITga bog'langan. Lekin hozir o'sha logistikaga oid protsesslar ham bizda. Biz buni sekin-sekin chiqazib olyapmiz. Misol uchun logistikani alohida kompaniya qilib chiqazganmiz, ham ko'chaga, ham bizga xizmat ko'rsatadi. Hozir bu yil kuryerskiy uslugani dastavkani ham yetkazib berishni ham alohida yo'nalish qilib chiqarishimiz kerak. U ham xuddi ovqat dastavkasini qilib yurgan tashkilotlarga o'xshagan qilish kerak. Prosess chiqarish bilan ovoramiz. Lekin umumiy olganda baribir biz ITga ixtisoslashgan kompaniyamiz. Misol farqi qolgan protsesslar ham bizda turibdi hozir. Lekin sekin-sekin baribir chiqazyapmiz buni. ITsiz, misol programma 1 soatga ishlasa, 1 soat ishini sof deydi. Shunaqa holatga kelib qolganmiz. Tasavvur qiling, men zakaz qildim, telefon ochsam siniq. Kim javob beradi bunga? Misol pochtani qabul qilayotganda boya ham ko'rdik, upakovkasi hamma narsa joy-joyida qilib mijozdan olinadi. Yo'lda bizni aybimiz bilan sinadigan bo'lsa, ya'ni olib kelganda butun edi, keyin keldi mijoz qabul qilayotgan paytda ochsa singan chiqdi. Unga kompaniya to'g'ri javob beradi. Sizlar javob berasiz. Lekin qonun tarafidan, pochta qonuni to'g'risida buni o'sha 1% lik anaqasi bor. Xuddi sug'urtaga o'xshagan asli to'lov bor. Shu to'lovni qilgan bo'lsa to'lab berasan degan majburiyat bor bizda qonuniy tarafdan. Lekin biz baribir ichki qadriyatdan kelib chiqqan holda buni to'lab beramiz deganmiz. Lekin mijoz bizni yonimizda tekshirib olmasa-da, chiqdi ko'chaga, javobgarlik sizdan. Keyin javobgarlik bizdan ketadi. Lekin endi shu ko'chadan, taksistdan farqimiz shunda bizda. Biz har bitta posilkani o'sha butun yetib borishini javobgarligini bo'ynimizga olamiz. Mabodo qanaqadir kamchilik chiqadigan bo'lsa ham javob beramiz uchun ya'ni biz bormiz demoqchiman. Nima qiyinchilik bo'lgan yoshlikda o'zi? Qiyinchilik deganda misol uchun nima tushunasiz? Moddiy, ma'naviy hammasi bo'lgan. Puldan ham misol uchun anaqa qiyinchilik payti bo'lgan, yetishmovchilik payti ham bo'lgan, ma'naviy ham misol uchun nimadirlar bo'lgan. Bor, shu hamma el qatori, ya'ni to'g'ri boy oiladan chiqqan bo'lsangiz, to'g'ri yo'naltirsangiz, osonroq bo'ladi deb hisoblayman. Misol uchun o'g'lingizga sharoitini qilib bersangiz, u mashina olaman deb pul yig'masa, uy olaman deb qiynalmasa, to'y qilishim kerak deb pul yig'ish, bu dunyoviy narsalardan sal erkinroq bo'lsa, o'ylayman, u fikrini to'g'ri yo'naltirib, to'g'ri tarbiyalangan bo'lsa, misol uchun tezroq erishadi. Siz mana bu mashinani olish uchun qanchadir harakat qilgansiz, lekin mashinangiz bo'lganda bunga ketgan harakatingiz, fokusingiz, asabingizni ishingizga sarflasangiz ko'proq rezultat chiqaradi. Va bu fokusga bog'liq. Misol uchun bir xilda o'zimizda ham bo'ladi. Ish ko'pligi uchun fokus chalg'ib ketib qolib, asosiy ishda muammolar chiqqan paytlar bo'ladi. Va bu fokusga bog'liq. O'sha agar sharoitingiz bo'lganda osonroq bo'lishi mumkin deb hisoblayman, lekin sharoitingiz bo'lmasa ham yana o'sha narsaga aytaman. Men tanigan, men atrofimdagi shu 30 ta 40 ta klubimizdagi bolalarning ichida ota-onasi nimadir qilib bergani, yo'q, pashti yo'q. Hozir mana uylangansiz, farzandlaringiz bor. Siz o'g'lingizga, qizingizga nima qilib berasiz, nima qoldirib ketasiz? Nimani siz qilib berasiz, nimaga o'zi erishishi kerak? Ayolimda ham shunaqa. Bir narsa qilaman desa, baribir maslahatlashasiz-ku. Yo'q, bermang deydi. O'zi qilsin. Qilsin o'zi deydi. Qiz boshqa tema, qizni aralashtirmaydi. O'g'il haqida gaplashaylik, qizga qilishingiz kerak baribir. Qiz bola, uni bor qiynab bor o'zing bir narsaga erishishdan ko'ra, mas'ul podeshga ko'proq bo'ladi. O'g'il bolaga baribir
yo'nalish berish kerak. O'sha bergan yo'nalishingizni qanaqadir xarajati bo'lsa, investitsiya qilish kerak. O'qishidir, hozir misol uchun o'sha tili bormi, sporti bormi, sportga qiziqadi, bo'ldi, bosh sportdan ketgin, lekin darsing qolmasin. Misol sinfingda nechinchi o'rindasan deymanda, ikkinchi deydi. Bitta ham to'rtinchi yo'q, nima uchun ikkinchi desam, bitta og'aynisi bor. U og'aynim juda spokойный, aqlli bola, shuning uchun u birinchi deydi. Sanchi desam, endi menda bor ozgina, o'zi ham tan oladi. Sal sho'xroq. Bo'ldi, sho'xliging uchun ikkinchi bo'lsang bo'laver deyman-da. Hozir aytasiz, ana mashina, uyiga, boshqaga vaqtini yo'qotmasa tezroq erishadi deb qilib berasizmi shu narsani farzandlarga? Menda ham bitta o'g'il hozir. Lekin sharoitdan qilish kerak. Misol uchun bu yerda uni qaysidir darajaga kelgan paytda chet elda o'qish kerak bo'lsa, kirsin o'qishga, o'qishini xarajati bor, to'g'ri, arzon bo'lmaydi. Uni to'lab berish kerak. Investitsiya-da bu. Bu ertaga baribir yoningizda turadigan odam o'sha qarash kerak shu tarafdan, lekin bo'ldi, men boraver o'g'lim, men senga bitta biznes qilib beraman, shuni yurg'izasan, u bilan bo'lmaydi. Uni noto'g'ri deb hisoblamay. Ustozni ham gaplari bor, Jahongir akani. Qiziq suhbatlashib turamiz. Men birorta biznesimni bolalarimga bermayman deyiladi. Qiziq fikr. Nimadir qilaman desa, mayli, men qarashim mumkin, lekin bu bizneslar ular uchun qilinmagan deydi. O'zi ochsin, o'zi erishsin. O'zi erishsin deydi. Misol uchun, men bu biznesni unga bersam, u qanaqa yurg'izishini ham bilaman. O'sha bu yerdagi komandani ular tan olmaydi, degan masala. Ular uchun qilma, ularga ham bu qiziq emas. Boshqacha qarash. Bu bizneslar shu manaki, bu jamiyatdagi qarashlar degan tushunchalar bor, lekin misol uchun nimadir biznes qilsa qarashyaptilarmi? Qarashadilar. O'zi olib ketishi uchun. Misol uchun Artelni savol beramiz, Artelni yoki Akfani berasizmi? Yo'q, ularniki emas deyiladi. Bu to'g'ri fikr deb o'ylayman. Balki qiziq emas u. Ya'ni tiqib qo'yish kerak emas, o'ziga qiziq bo'lmasa-da. Shuncha qilingan ishni yo'q chiqarish. Lekin erkinroq o'zi fikrlash juda ham chegaralab qo'yib bolani tarbiyalasangiz, baribir u исполнитель bo'lib qoladi-da. Misol uchun siz bolani исполнитель bo'lishini xohlaysizmi yoki fikrlab o'zi bir narsani tortadigan bo'lishini xohlaysizmi? Qanchalik cheklab, yo'q, buni mumkin emas, buni qilasan desangiz, u исполнитель bo'ladi, u hech qachon bir kimnidir boshqara olmaydi, u bajaruvchi bo'lib qoladi. Men shunaqa deb o'ylayman endi, balki noto'g'ridir. Zo'r. Bu sayohatni yaxshi ko'rasizmi? Bir yilda necha marta chiqib turasiz chet elga? Oxirgi paytlar ham ish, ham dam olish ko'proq bo'ldi. O'tgan yili menimcha bir 10 tacha davlatga bordik ish bilan, dam olishga ham. O'zi anaqa bor, misol uchun borishim kerak degan hisoblagan davlatlar bor. Ular bu anaqa must have, yo ish bilan o'sha joyga to'g'rilanib boriladi yoki aylanib ko'rib, lekin chiqish kerak deb hisoblayman. Misol uchun Yaponiya borilmagan edi. Men yanvarda Yaponiyaga borib keldik. Misol hech bo'lmasa bir yilda bir marta oilangiz bilan dam olish kerak deb hisoblayman. Sharoit bo'lsa, endi ishlaringiz 3-4 so'm topgandan keyin nima qilasiz va bir sal yaxshiroq hayot qilib bermasangiz, dam olish kerak deb hisoblayman. O'zi umumiy olganda ham hamma dam olish kerak deb hisoblayman. Oddiy xodim bo'lib ishlatsangiz ham o'sha otpuskga berilgan-ku, otpuskdan olish kerak deb hisoblayman. Bizda ham olishmaydi fashti. Undan ko'ra o'sha otpuskdan pulini olsin-da, ishlasin, pul topsin. Hozir bilinmasligi mumkin, bu baribir ta'sir qiladi. Dam olish kerak deb hisoblayman. O'zim mast-qilib chiqishim kerak bo'lgan joylar bor deb, nima sabab o'zi, nima olasiz o'tdan? Masalan, men Amerikaga borishni hech qachon orzu qilmaganman. Lekin hozir viza topshirdim. Mabodo chiqib qolsa, boraman. Sabab bitta futbol. Futbolga. Keyin Amerikadan biz liniyani qo'ymoqchimiz hozir. Ikkinchisi biznesga foydasi bor. Biznesga foydasi borligi uchun. Misol uchun bo'lmasam qiziq bo'lmagan. Xuddi shunga o'xshagan. Lekin mana yoshlikdan orzu bo'lgan, bilmadim, kichkinalikdan hamma orzu qiladi. Men kinolarni, multfilmdan ko'rganda London boshqacha ko'rinardi ko'zimga. U yerda bitta to'g'ri kelib qoldi. O'qish bor edi. 4-5 kunlik programma. To'xta dedim, shu bahonasida anaqa ham qilinadi dedi. Misol uchun vizaga topshirdik, berishdi, borib 20-25 kun o'sha yerda 2-3 ta Britaniya, 2-3 ta davlatlarda ham o'qish bo'ldi, ham aylanish. U misol uchun orzu bo'lgan. Shunaqa. Javobgarlik ma'lum bo'limda deyapsiz. Shu kungacha yoki yaqin orada eng katta to'lagan shtrafingiz, ya'ni mana shu sinib qolgani uchun. Yaqin orada endi bitta tovarni oladigan bo'lsak, bir 3-4 yil oldin bir 200 milliondan oshiqroq bitta tovar. Nima edi? Медицинский оборудование bo'lgan, kichkinaroq. U o'sha водительlar xatosi bilan
shikast yetgan va biz buni qoplab berganmiz. Lekin yaqinda o'tgan yil bo'lgan holat o'sha bu Instagramga ham chiqardik. Mashinamiz Xorazmdan chiqqan paytda yonib ketib qolgan. O'shani ichida deylik, uslubda 200 ta tovar bo'lgan deydi. O'sha 200 ta tovarni qoplab berganimizda o'sha 200 milliondan oshdi. Zarar 200 million oshib bo'ldi. Uni qoplab berganmiz. To'g'ri, biz ham undiradigan joylarimiz bo'lgan. Maksimum undirib, ya'ni bu mijozlarni ham qoplab berganimiz muhimi. O'rtadagi javobgarlik bizda va mijoz rozi bo'lishi. Demak, tushunishim bo'yicha 200 million to'lab bergan odam 2 milliarddan ham to'lab berasizmi? 2 milliardlik tovarimmi nimadir bo'ldi yilda. 2 milliardlik tovarni qabul qilib oladigan bo'lsak biz, o'sha boya aytganimdek, davlat tarafidan ham belgilab berilgan to'lov summasi bor. Sug'urtaga o'xshagan to'lov summasi bor. Biz buni обязательно qilamiz. Misol uchun, hozir tilla buyumlarni ham dastavka qilishga ruxsat berdi. Bu bitta tillangiz juda ham katta summada turadigan tillalar bor. Ya'ni 5 ming 10 mingni aytmayman. Juda ham katta summada turadigan. Aniq sug'urta qilasiz bu ishni. Bular aniq sug'urta qilinadi. Mabodo yo'qoladigan bo'lsa, shuni hisobidan ham qoplanadi. Bu asosiy qismi bu kompaniyani zarari bo'ladi. Zarari bo'ladi. Chunki uni ham qoplab beradigan ma'lum bir summasi bor. Demak, bemalol ishonsa bo'ladi. Mahsulotga birinchidan bunaqa tovarlarga maxsus o'sha upakovkalarni juda ham jiddiy qilib olib borib beramiz. Mabodo nimadir bo'ladigan bo'lsa ham baribir BTS javobgarlikni bo'yniga oladi. Mana shu tomonni ko'zda tutilganmi? Ya'ni yonmaydigan korobkalar masalan. Shunaqangi narsalar borki, balkim oltindan o'shan korobka sovg'arasiz balkim. Yo'q, hozir upakovочный anaqalarni zamonaviylari chiqib ketgan. Bolalar hammasini turibcha joriy qilishni ham boshlagan. Misol uchun bittada kichkina narsa bo'ladi. Sinadigan narsani solsangiz, bitta kinovkasini bosasiz, bundoq pufga aylanadi. U hech qachon sinmaydi. Kamaz o'tib ketganmish harfi. Shunga o'xshagan yechimlarni qo'yamiz. Endi yonmaslik tarafidan hali unaqa juda jiddiy bir mahsulotlar ham kelmagani uchun hali bu решениyani tiqmadik, lekin imkoni bormi? Bor. Hozir tilla to'g'risida gaplashamiz, meditsinskiy оборудование to'g'risida gaplashamiz. O'zi 10 ming dollar naqd pul bersam ham olib berasizmi qayoqqadir? Yo'q, biz bank emasmiz. Lekin tashishimiz mumkin. Litsenziya ola olamiz. Lekin maxsus talablari bor. Xuddi o'shani inkassatsiya mashinasiga o'xshagan mashina, maxsus tayyorlangan xodim, qurol bilan yuradigan, o'sha inkassatsiya mashinalari yuradi-ku. Xuddi shu xizmatni yo'lga qo'yish mumkin. Bosh og'rig'i ko'proq. Undan ko'ra o'sha bank orqali tashigan yechim ancha osonroq. Chiqazib olgan yaxshiroq. Lekin qilish mumkin bu ishni, ya'ni qilib bo'lmaydi emas. Lekin bizda yo'q. Sizda yo'q lekin. Zo'r. Keling mana aka. Lekin bu xona emas, bu uyga o'xshatdi. BTS asosiy masalalari mana shu joyda gaplashiladi. Shu uchun shunaqa bu sharoit qilingan xodimlarga. Zo'r. Pastda переговорный bor, o'sha mehmonlar uchrashuvlarni qilishi mumkin. Pastdagi majlis joyi bor, uni xodimlar o'zi ko'rishi mumkin, lekin asosan strategik oylik yig'ilishlarimiz, yo'nalishlar bilan aynan shu yerda bo'ladi uchun. Majlislar, переговорlar. Bitta ko'rishganda bu yoqda o'sha yo'nalish ko'rishaman uchun alohida joy. Shu uchun shunaqa sharoit qilib berilgan. Xodimlarga qulay bo'lsin deb. Zo'r. Men birinchi marta kelishim mana shu xonaga. Yosh katta xodimlarni ko'p ko'rdim. Yosh kattalari ham bor. Ja katta emas, shu 50 plus-minus atrofida. Endi yoshlardan ko'ra yosh katta odamlar ham bor ekan. Bor. O'zimman eng uzoq davr sizda ishlagan xodimlar necha yillik xodimlar bor? 15 yillik xodimlarimiz bor. 15 yil. 15 yillik bir nechta xodimlarimiz bor. O'zi o'rtacha 3-4 yil ishlashadi. O'rtachasini olsak, lekin bizda ham bu operatsion xodimlarda almashish ko'p baribir. Pastki anaqa juda ham ko'p bo'lgani uchun, misol uchun 1 yil ishlab ketgani, biz shu talabalarni ish bilan ta'minlaylik deganimizda, ular keladi, o'sha 4 yil o'qish davomida ishlaydi, keyin ketadigani bor, qoladigani bor. Asosiy kadrlarni baribir o'sha yerdan tortamiz. Lekin o'rtacha baribir qaysidir yo'nalishga xodim olinadigan bo'lsa, ko'p muddat ishlaydi, ish egasi bo'lsa. Qo'ldan ish kelsa. Masalan, sotuv bo'limim bilmadim, 1 yilda 3 marta almashadi. Egasi yo'q hali. Buni ham yechimini qila olmaganlarimizni keyin bolalarning ishdan talkovisini qo'yamizda, bosh bu anaqa rub deydimi, o'stirib keyin olib chiqqanlarimiz bor. Lekin baribir asosiy xodimlar pastdan ko'tarilib kelganligi uchun ham ko'p muddat ishlashgan. Endi qanaqadir mutaxassislar xohlamaymiz ko'chadan kiradi. Misol uchun moliyachini tayyorlash mumkin. Tayyorlaymiz. Bizda komandadagilar hammasi bolalar, o'zimiz shogirdlar. Tayyor olganingiz yaxshiroq. Lekin ustida ularga baribir bilim berish uchun tayyori yaxshiroq. HR xuddi shunaqa.
misol marketolog bo'lishi mumkin. Uni misol bor komandada 10 ta bola hozir ishlaydi, tayyorlanyapti. Bular qachondir 2-3 yilda mutaxassis bo'ladi. Lekin mutaxassis bo'lguncha ham bizga top urovendagi odam kerak bo'lgani uchun olinadi. Lekin operatsion xodimlar to'liq anaqadan, zo'r. pastdan chiqadi. O'zi BTSni bugunning o'zida bir necha turini ko'rdim. Rang tomonlama. Asosiy rangi shunda Mana shu oranjiviy. olov rangi. Mana bu nima uchun mana bunaqa kuboklar qilingan? Bu yo'nalishlar o'sha paytda bu o'zi birinchi logotipimiz emas. Ha, birinchi 2009dagi birinchini ko'rsatamiz menimcha. Ha, hozir ekranda beramiz. ko'rsatamiz. BTS bunday yonida kitobga o'xshagan narsa bo'lgan, Express Cargo deb yozilgan. Uni keyin biz rebranding qilganmizda rangni ham ozgina o'zgartirib, bu o'sha yo'nalishlar, misol logistikamiz bor, tamoyna skladimiz bor, fulfillmentimiz bor, pochtamiz bor. 4 yo'nalish. O'shanga qarab bu alohida qilingan. Hozir yo'nalish ko'payib ketdi. O'sha 6-7 ta bo'lib ketdi. Biz ommadan e'lon qilmaganimizdan bor, chunki hali bir yurg'izganimiz yo'q. Nubabi asosiy brend shu bo'lgan. Hozir urg'uni o'sha BTS Groupga qaratmoqchimizda asosiy logo qo'yib qolganini hammasini misol logistikani, fulfillmentni o'zini brendini yasaganmiz. BTS основasi qolgan, yonidagisi значогini. Buni ham bersak bo'ladi, bundoq ko'rsatib o'tsak. Asosiy brendimiz shu. Endi bular ishlatishga, misol uchun mana bu yerda bunaqa rang ishlatishgan. Qaysidir joyda o'sha boya aytganimdek shaharni konstruksiyasidan kelib chiqib oqi bor, boshqasi har xil ishlatilgan. Tushunarli. Bitta endi bolalar o'zlari qilishgan. Bu yonadi ham. Mana bu yerdan bundoq yoqsa mana yonish kerak. Buni endi o'sha xonaga maxsus qilib berishgan. Zo'r. Kreativ qilingan ekanda. O'zi bugungi yana hozirga yetgan yo'nalishdan ichida nimani ko'ramiz bugun? Bugun skladni ko'rsak bo'ladi. Lekin eng qiziq joyi bor, shu Satroshni sentrimiz. Uni keyingisiga tayyorlab qo'yamiz. Chunki uni mana bunaqa shu 15 yillik dediku, viloyatda, misol uchun Xorazmda, Andijonda, Buxoroda ishlaydigan, Samarqandda xodimlarimiz eskidan ishlagan xodimlar. Ular o'sha deylik Xorazmdagi rahbarimiz deyarli noldan kelganda yonimizda, nol degani juda kichkina paytimizdan yonimizda bo'lgan, u hamma narsani biladi. Kecha kelganda olib borib ko'rsatishdi bolalar aylantirib. Bu yoqqa kelib ko'zida yosh bilan gapiryapti. Qaysi holatda edik, qanaqa joylardan keldik, mana bunaqa joylargacha yetib keldik deb xursandligini ko'rsatib beryapti. Endi u joyni ham ko'rsatamiz. Xudo xolasa keyingi videoda. Bugun o'sha skladni ko'rsak bo'ladi. Sklad fulfillment xizmatimiz o'sha mahsulotni saqlab, zakaz sizga qarab, ichidan saralab olamizda, o'sha do'koningiz yoki mijozga yetkazib berish xizmatimiz bor. Zo'r. Shuni ko'rsak bo'ladi. Shuncha uzoqlashmaylik, bugun skladga ham boramiz. Bizdagi baribir ko'pchilik boshqarasiz, ko'pchilik munosabatda qilasiz. Haligacha bir vijdoningizda qiynaydigan qanday xatoingiz bormi? Vijdonni qiynaydigan. Yo'q, xato bor. Hamma qiladi xatoni. Balki har kunori ham bo'lishi mumkin, chunki har bitta to'g'ri deb men to'g'ri deb hisoblagan narsa siz uchun noto'g'ri bo'lishi mumkin. Masalan, xato qilishimiz mumkin. Endi vijdonni qiynaydigan baba o'ylabroq qilamiz. Unchalik izda qolib ketgan bir. Yo'q, va anaqa. Keyin o'ylayman, nimadir qilgan paytda shuni bekor qildim deydi. Misol uchun achinasiz. Bir xilda sal jahli tez chiqadigan toifaroqdanman-da, jahlda bir xil paytda bo'ladi ba'zi narsalarda, keyin shuni qilmasam ham bo'lardi. Deb qo'yaman, lekin emotsiya bo'lib ketib qoladi. Emotsiyada, lekin maksimum babani qaror olayotganda, boshqa qilayotganda plusi, minusi o'ylanadi. Hozir shunaqa endi yoshlikda balkim bo'lgan bo'lishi mumkin, unaqa eslab yurmayman, to'g'risi. Yoshlikda aytdingiz, shu standart hammaga o'xshagan xatolar, qiyinchiliklar, boshqa narsa bo'lgan. Birga hayotingizda eng qiyin davrmi? Bir esda qolib ketgan. Uylanishdan oldin bo'lgan va uylanishdan oldin. Nima bo'lgan mana? Hozir bizdan ko'rayotgan odamlar misol o'sha paytga kelgan bo'lsa, hozir misol uchun kiyimingiz tayyor, ovqatingiz tayyor, uyda uy o'ylamaysiz. Uylanishdan oldin bu yoq taraflama ham uydagilar ham hamma narsani qildiravermaysiz-da. Keyin yana bitta narsa, bu baraka ham uylangandan keyin, bolali bo'lgandan keyin ko'payurgan, har bitta farzandim tug'ilganda nimadir sezgansiz, juda katta o'zgarish bo'lgan, sezilgan. Ayniqsa menda ikkita qizda, ayniqsa qizlarimda. Misol uchun
nimada uylanganimdan keyin baribir uylangandan keyin sal o'ylabroq ish qilasiz-ku, ani bemalol bo'lmaysiz, to'xta endi oilam bor deysiz. Risklarni o'ylaysiz. Shu ham ancha foyda beradi, o'z barakaga to'g'ri yurasiz. Qizni barakasini sezgansiz. Ha, farzandlarni har bittasi tug'ilganda rizqini sizga qo'shib beradi. Uni sezganman, ayniqsa qizlarda. Qizlarda har bittasida juda katta skachok bo'lgan. Hozirgi holatingizda qo'y bersa, hamma narsaga erishib ulanarmidingiz yoki birga erisharmidingiz? Yo'q, men baribir o'sha paytda ham shunaqa bo'lgan fikrim, hozir ham ya'ni uylanishga tayyor bo'lganda uylanish kerak. Bu tayyorlik moddiy emas. Moddiy emas, ma'naviy. Ma'naviy tayyor bo'lganingizda. Puli oshib toshib yotgan, yoshi ham 30 da, lekin tayyor emasda qancha fikrlashi. Menimcha shu aqli yetsa bitta odam boshqarishga, bitta ayolni o'zi bo'lmaydi. Men bitta 300 ta mingta odam bilan ishlash boshqa, ayol bilan ishlash boshqa deb. Shuning uchun o'sha ma'naviy tayyor bo'lganda uylanish kerak deb hisoblayman. Moddiy ahamiyati yo'q. O'sha paytdagi holatingizga rozi, tushunadigan odamga uylanganingiz yaxshiroq, u qadriga ham yetadi baribir. Demak, birga erishsanglar. Lekin baribir meni fikrim, yana bitta fikrim bor uylanish temasida. Oilaviy muhiti yaxshi bo'lgan, qo'pol qilib aytsam, balkim sizdan ham yaxshiroq bo'lgan qizga uylanishingiz kerak deb hisoblayman. Nimaga? Juda ko'p ko'rganman. Bu mana uylandi, o'sha o'zi tengi qizga yoki o'sha paytdagi sharoiti o'ziga o'xshagan qizga uylandi-da, sharoiti zo'r bo'lib ketgandan keyingi holatini ko'p ko'rganman-da, o'zgargan. Ko'pchilik ko'tara olmaydi-da. Qaysi ma'noda? Pulli, sal mansabi. U ketadi, o'z ramkasi, balkim ramkadan chiqib qoladi. Asliyati ko'rinib qoladi balkim. Shuning uchun, lekin yo'q, ko'zi to'q, sal oilaviy muhiti yaxshi bo'lgan qizga uylansangiz, milliarder bo'lib ketmaysizmi? U o'zgarmaydi. Demak, qo'rqish kerak emas do'stda, o'zingizdan balandroq joy olish, faqat qiz olish. To'g'ri tarbiyalangan bo'lsa, uni nimadan bilasiz? Otasini, onasi bilan suhbat qilsangiz o'zi bilinib qoladi. Dahshat maslahatli bo'ldi, lekin hozir bizlarni uylanmagan. Balkim boshqalarning fikri boshqadir. Meni haqiqatim shunaqa. Albatta, sizni fikringiz, sizda ishlagan shunaqa. Uylangan paytimda misol uchun ayolim sharoiti menikidan yaxshiroq bo'lgan. Lekin siz bunga qarab olmagansiz. Yo'q, unga qaramaganman. U uchrashtirishgan, o'zi men bir marta uchrashganman. O'zi ikkinchi uchrashuvda uylanishim aytganman. O'zi 2 oyda uylanganman ko'rishib. Demak, o'zi tayyor bo'lgansiz-da, ko'p o'ylamagansiz. 2 oyda men 8-mi 9-mayda ana bayram bor, o'sha 8-9-mayda ko'rishganmiz. Yozda to'yimiz bo'lgan. Tez o'tib ketgan ekan. Shunaqa. Yana menda o'zi xarakterim shunaqa, o'ldim, kuydim, sevgi, bir narsa, unaqa narsa. Juda unaqa narsaga to'g'ri qaramayman. Inson bir-birini tushunishi, fikrlashi tarafidan bir-biriga moslashishi, ya'ni bitta insonga moslashishingiz, uni shu hayotingizni bitta qismi deb hisoblashingiz, men uchun sevgi shu. Zo'r. Shu uchun qiyin bo'lmagan. Ya'ni bu uchrashib, sevishib bir narsa deydi kimlardir. Demak, hozir bizlarni to'g'ri tushunishligi uchun ayolingiz nafaqat ayol, u sizlar maslahatgo'y, fikrlashadigan, siz kabi o'ylay oladigan odam bo'lib, o'sha kelajak har bo'lishi. Men o'zi sal tezroqman dedim-ku. Juda ko'p joyda to'xtatib ham qolgan. To'xtang, keyin nima kerak bor, shuni qilmang shu ishni. Siz eshitgansiz. Bo'pti deganman-da, shu foyda bergan ko'p joyda. To'g'ri bo'lib chiqqan. Hozir ham shunaqa ba'zi joyda emotsiyada yoki qisqasi bo'ldi, boshqa u bilan bir xil payt nimadir yoqmaydi. Bir qarindosh deylik. Bo'ldi, shu bordi keldi, rashk qilmayman shu bilan desa ham, yo'q, unaqa qilmaysiz. Tamom, men bu bir narsa ekan, davay, men bugun mana shu tadbir ekan, boramiz. Juda ko'p bo'lgan, ya'ni o'zimni qarindoshlarim aytmayman, uniki zo'r. Men shunga sal oilaviy muhitga qarab uylanish kerak deb hisoblayman, endi uylanish demasda shu. Begizdagi qayerdan yana bitta BTS logosini ko'ryapman. Juda katta joyda. Indeksdagi saqlash omborimizda. Sklad bu yerda mahsulotlar kelganda chetdan rastamoshkasini qilib olib kelib saqlaymiz. Keyin shu mijozi zakasiga qarab yo do'koniga yoki mijoziga yetkazib beramiz. Zo'r. Maydoni qanaqa bu yerda? Bu yerda taxminan 3000 kvadratcha sklad bor.
ikkita kirishi bor. Hozir mana bu skladga kirib, o'sha ichkarida qanaqa tashkillashtirgan ko'rsak bo'ladi. Buni ichida o'sha stelajlar bilan qo'yilib, o'sha saqlash ombori qilingan. Manimcha bitta hamma qo'zib bo'lyapti. Ichkariga ko'rsam. Ichkaridan kirib ko'rsak bo'ladi. Bosh. Bu yerda faqat o'sha saqlash omborimiz, nari tarafda o'sha xodimlarga ham sharoit qilingan, o'sha turadigan joylari, kuxnalari bilan qilib. Bu yerda hozir asosan o'sha tekstil, ya'ni kiyim-kechak turadi. Chetdan kiradigan o'sha Adidas, Nike, Lacoste, Yorovoy brendlar. Adidas, Nike, Lacoste shu skladda saqlanadi. Hozir endi tovar sal kamroq, chunki sezon almashdi. Qishkilarini bular yig'ib olib ketadi. Bahorga, bahordan keyin yozgi mahsulotlarga almashib ketaveradi. Bu yerda asosan shu xranение mahsulotlar turadi, saqlanadi. Qaysi joyda nima turishini endi bu ham o'sha kodlab hammasi joy-joyiga qo'yilgan. Zakasiga qarab, men bu do'konga mana bunaqa narsa kerak, men bundan mana buncha kerak, men bu razmerdan kerak deydi. O'shanga qarab biz bu yoqdan kunlik bolalar yig'ishadi-da. O'sha minglab tovarlarni kechki payt dastavka qilinadi o'sha City Mall tam odamlar osonroq bo'lishi uchun tushuntirib beraylik. Nike, Adidas, Lacoste deyapsiz, ya'ni bular 19 ta brend bor bu yerda. 19 ta brendni mahsulotlari kirib keladigan chet el korxonasi bu yoqqa olib kirib sotish bilan shug'ullanadi. Biz mahsulotini do'konlarga tarqaydi bu yerda. Bu mahsulotlarni olib kiramiz, rastamojkasini qilib, o'zingiz olib kelib berasiz, logistikasini qilib, bu yerda saqlaymiz, keyin o'sha do'konlarga kunlik yetkazamiz. U yerdan ostatkalarni qaytib olib kelib joylashtiramiz. Shunaqa ishimiz. Nima uchun bitta tanlagan uni? Bunaqa katta brendlar. Endi o'sha qulaylik deylik, ko'proq kompleks yechimini beramiz. Va o'sha javobgarlik har oy o'sha ostatkalar olinadi, qanaqadir misol uchun tovar yetishmayotgan bo'lsa, uni ham javobgarligi bizda. Ostatkalarni olib, usloviyalarni ham yaxshi qilib berganmiz. Misol uchun mana ko'sti o'zim ko'raman. Bu yerda faqat o'sha ularning mahsulotini saqlanadi bu skladda. Keyin ehtiyoji qanaqa bo'lsa, talabi qanaqa bo'lsa, shunga yarasha servisini yaratib berganmiz. O'zim hozir prosta korobka qo'yib yozib qo'ygan deb o'ylamaslik uchun bittasini ochib ko'ra olamiz, bitta olib shuni sapi ustini ochib ko'rish uchun. Nima bor o'zi? Ochiladigan bo'lsa, bu oyoq kiyim ekan. Buni oyoq kiyim ekan. Oyoq kiyim. Bo'lsa, qo'yib turing. Mana ichida mana bittasini shuni oladigan bo'lsak, bu brendovый o'sha tak, brendi nomi One Star. Shunaqa? Puma ekan. All Star Puma-da. Pumaniki ekan. Buni bilmadim, men buni Puma ekan masalan. O'sha Converse degan anu brendi. U Converse-da. O'sha Pumani mana oyoq kiyimi. Shunaqa bu yerda saqlanadi. Keyin o'sha egasiga qarab yetkazib beramiz. Puma narsa zarur. Da. Asosan o'sha brendviy mahsulotlar bu yerda saqlanishi. Mana so'rab o'tirmayman, nima brend deb Adidasdek ko'rinib turibdi. Bu yoq taraf Adidas ekan, to'liq. To'liq Adidas ekan bu tomon. Shunaqa. O'zi ajratib bularni bolalarni o'zi biladi, qaysi mahsulot qanaqa, qaysi joyda oyoq kiyim nima saqlashni. Bizani ko'rayotganlar, raqamlar qiziq. Taxminan necha million dollarlik mahsulot olibdi. Bilmayman, lekin men ham точный summasini bolalarda ma'lumoti bo'lsa kerak, lekin kam emas. Bu yerda shuncha etaj, shuncha korobka, hammasinin ichida mahsuloti bor. Har xil. Hozir endi o'sha zimnini olib chiqib ketish anaqasi yig'ib biz sortirovkasini qilib berdik. Sezon almashish hozir jarayonida. Oyoq kiyim ko'rdik. Brendlar bor, o'zi bu yerda nima saqlash mumkin emas bu skladda? Bu sklad aynan mana shu tekstil kiyim-kechak uchun mo'ljallangan. Teglari bilan misol uchun o'sha chang bo'lmasligi, chang mumkin emas. Chang mumkin emas. Bu yoqqa o'zi umumiy ombor haqida gapiradigan bo'lsak, har bitta mahsulotda o'ziga yarasha talabi bor. Misol uchun tez yonuvchi, pajarnapasni deydi, shunaqa narsalarni misol uchun bu yerda saqlab bo'lmaydi, chunki unga moslashmagan. Zo'r, qiziq. Bu misol uchun tekstil mahsulotlari, qanaqadir zapchastlar, misol uchun bu skladda saqlasa bo'ladi. Ichimlik bo'lishi mumkin, misol uchun u ham bu joy misol uchun anaqa harorat boshqarib bo'lmaydigan, ya'ni xoladelniy emas. Oziq-ovqatni ham achiydigan, o'zgaradigan saqlanmaydi, lekin ichimliklar misol uchun shunga o'xshagan narsa saqlash mumkin. Yana bitta boshqa omborimiz bor. Menimcha keyingi videoda uni aniq qilsak bo'ladi. U yerda o'sha
ichimliklar saqlaydigan bundan ancha katta sklad. Oziq ovqat bor u. Bor, oziq ovqat bor. Unga moslashgan u. Ha, xuddi shunaqa. Oziq ovqat sklad deysiz. Uni kattaligi qanaqa uni? U yerda 5000 kvadrat hozir ishlayotgani. Bu 3000, bu 5000. 5000, u yerda o'sha ichimliklar, har xil soklar saqlanadi. Yonidan hozir yana 5000 quryapmiz. Yana 5000. Ha, u 5000 ga ham o'sha sok, aynan ichimlik mahsulotlarini, u asosan o'sha chet el kompaniyasi, mijozimiz Rossiyadan, Qozog'istondan ichimlik olib kirish bilan shug'ullanadi. Ularga biz o'sha tamo'jna sklad, xraneniyasini qo'yib berganmiz. Qaysi brendlar bor u yerda? U yerda Gorilla bor, masalan, Gorilla ichimliklardan. Ha, soklar bor har xil. Asosan ichimlik bilan shug'ullanamiz. Lekin sal yurayotganda cho'chiyapman. O'zi kimdir ustiga bir tushib ketib qanaqadir holat bo'lmagan. Yo'q, unaqa holat bo'lmaydi. Paddon qo'yilgan, paddon ustida o'sha korobkalar vazni anaqasiga ko'ra to'g'irlab qo'yilgan. Hisob-kitob qilingan. Ha, bular bolalar o'qitiladi. Bu ishga qaysi joyga qanaqa ortish kerak, nimani qatga ortish kerak. Qanchalik yengil bo'lsa, tepaga olib chiqishadi. Og'ir narsalar pastda turadi. Og'ir pastda turadi. Shunaqa endi bular ish egalari yaxshiroq biladi, protsessdagi bolalar. Stilaj ham kichkina yumshoq stilajga o'xshamayapti. Yo'q, bu stilaj juda ham baquvvat, chunki bu bittasi chiqib ketib qoladigan bo'lsa, butun skladni olib ketib ko'rganmiz. Butun skladlar ko'tarilgan. Ha, buni ham o'zining mutaxassisi bor. Ishlab chiqaruvchi, o'rnatishi, misol uchun polini qanaqa qo'ygan, qanaqa qo'ysa nima qilishi, misol uchun mana bularni bu zashtniki alohida, ya'ni kara, boshqa narsa uchun urganda ketmasligi uchun zo'r har tomon o'ylangan ekanda. Ha. Bu hali ham past. Hozir yana misol uchun proyektimiz bor. Bu 14 metrga mo'ljallangan, bundan 2 barobar baland. Uni talabi undan ham jiddiyroq bo'ladi. Shunga qarab stelajlari ham joylashtiriladi uni. Bizga siz aytgan kichkina karan topib oldik. Kichkina emas ekan lekin. Ha, bu ishtirak shu tepaga ham ko'tarib, ana paddonda mahsulotlarni eng tepaga olib chiqa oladi. Olib chiqib joylashtirish uchun anaqa qilingan. O'sha o'zini alohida voditeli bor. Nech pullik qizuv bu. Nech pul turadi? O'zi rich track, ya'ni boylantirak ekan o'zi. Pulini точно bilmayman. Bir 10 ming qimmatroq tursa kerak. 10 ming qimmatroq tursa kerak. Pulini $10,000 karani o'zi. Ha, balkim qimmatroqdir, to'g'risi. Ana buni haydaydigan alohida haydovchi bor bitta. Ha, buni haydovchisi bor. Oke, mayli. Keling. Necha yildan beri haydaysiz bu? 6 yildan beri haydayman. 6 yildan. Necha kilo ko'taradi? Necha tonna ko'taradi? 2 tonna olib ko'tariladi. 2 tonnani bemalol tepaga olib chiqa oladi. Bemalol olib chiqadi. Necha metr balandga olib chiqadi buni? Asosan bu hozir bu 5 metrdan 8 metrga atrofida, bundan ham balandga olib chiqa oladi. O'zi olib chiqa oladi. 8-10 metrlargacha olib chiqa oladi. Maksimal balandligi. Xavfli emasmi? Endi o'ziga yarasha nimaga javobgarligi bor. Ha, xavfsizlik texnika Xavfsizlik o'qitiladi. Albatta. Agar mahsulot juda ham ko'p, mana buni ham nechta bor bu yerda, lekin navoda bittasi yo'qolsa yoki men hozir olib chiqib ketsam qanaqa bo'linadi? U tizim qanaqa bo'lgan? Yo'q, o'zi hamma joyda xavfsizlik kameralari o'rnatilgan, ko'rgan bo'lsangiz, keyin to'liq bu sistema programmada ishlaydi. Anaqasi bor, har bitta yo'nalishi javobgari bor, bu yoqda omborchisi bor, yo'nalishchi rahbari bor bizda. Bularda ostatka bor. Har oy ostatka olinadi. Ostatka olinganda nima qanaqa nechta uchot yuradi. Javobgarlik babi bularda qanaqadir yo'qoladigan, boshqa qiladigan bo'lsa, o'sha gap babi birinchi xodim olayotgan paytda qadriyati qaraladi. Misol uchun qanaqa tizim qilganingizdan qat'iy nazar xodimni o'zida bo'lmasa qiyin masala. Misol kelayotgan paytda tekshirib ko'rib anaqa qilinadi. Bizda tem bor yo'qda yotoqxona ham qilib berilgan. O'zi yotib ishlaydigan bolalar asosan sifatda. Uchoti bab javobgarlari bor. Astatga doim olinadi. Xodimlar sharoitlar qilib berilgan. Ishlashga, yotadigan. Zo'r hamma ovqati. Bizda hozir qayerdan bilsa bo'ladi? Qaysidir korobkani ichida narkotikmi, bombami, yo mumkin emas bo'lgan narsa saqlanayotgan bo'lsa. Har bitta mahsulot kirayotgan payti bittalab tekshirib, bittalab o'shani shtrix kod bilan urib, boshqatdan upakovka qilib bu yerga joylanadi. Rentgendan o'tadi hammasi. Har bittasi chiqayotgan paytda ham xuddi shunaqa tekshirilib chiqadi. Ya'ni undan boshqa narsani sistema ham qabul qilmaydi. O'zi sistemaga shtrix kod, QR kodlar bilan kirgizilgan qabul qiladigan naminaviya bor. Uslovni 50 xil tovardan 5000 xil naminaviya kiradi degan programmada anaqa qo'yilgan. O'sha bo'yicha qabul qiladi. Qabul qilmagan narsa ajratiladi. Ajratib qo'yiladi. Misol uchun o'sha tekstildan boshqa narsa keladigan bo'lsa,
bu siklatga qabul qila olmaydi. Boy xavfsizlik uchun. Xavfsizlik uchun. Shunaqa. Men hozirda qizil bilan belgilangan korobkalarni ko'raman. Bu yerda ochish mumkin emas bo'lgan tovarlar ham bormi? O'zi hech qaysini ochishimiz mumkin emas edi biza. Men prosta ochib ko'rsatdim hozir. Bu yerga faqat o'sha belgilangan xodimlar tushgan zaявkasi bilan kirib, ichidagi mahsulotni olishi mumkin. Ochib ko'rish mumkin bo'lmagan mahsulot bu yerda. Aytganimdek, bu siklat faqat tekstilga mo'ljallangan. Misol uchun o'sha tezsiz kuydirib qo'yishi, har xil gaz chiqishi mumkin bo'lgan tovarlar bu siklatda yo'q. Nabog'da endi baribir ham bilib bo'lmaydi. Yong'in chiqadigan bo'lsa, qanaqa xavfsizlik ko'ringan bu yerda? Bu yerda o'sha pожарный signalizatsiya bor. Ko'raman, qizil turba o'tgan ekan. Mana bu kabelda signalizatsiya, qizil turbada anaqasi bor. Birinchi o'sha o'chiradi. Suv sepadigani bor. Undan tashqari o'zi kompaniyani o'zida TBshnik deydi. Texnika, mehnat xavfsizlik muhofazasi va texnika xavfsizligi bo'yicha xodimimiz ishlaydi. U har qanchadir paytda o'zi obxod qiladi. Bu yerda mana bu mumkin emas, mana bu joyda mana bu kabel mumkin emas, bu yerda mana bunaqa qilish mumkin emas degan, ham обучениеsi bor, ham tekshirishi bor. O'sha o'rtacha kabel bo'lmasligi, rezetkani to'g'ri ishlatishi bo'yicha постоянно tekshirib, endi sabablarini qilamiz, hujjatlashtirib qo'yib. Bizga qiziq savol. Nimaga uzum haligacha BT sindira olmadi? Umuman olganda segmentimiz o'xshash. Uni mijozi bilan meni mijozim deyarli bir xil. Lekin baribir uzum yangi bozor yaratdi deya olaman. Yengil olib kirdi. Bozorni kattalashtirdi, o'zi uchun yangi bozor qildi deya olamiz. Ikkinchisi, uzum kirib sotish madaniyatini o'rgatdi. Onlayn sotish madaniyati. Sizlarga ham yaxshi bo'ldi. Men o'zimizda ham ko'p gaplashamiz, onlayn sotish bo'yicha bitta produkt qilishimiz kerak degan ma'noda. Onlayn sotish madaniyatini uyg'otdi. Odamlar nimadir mahsulot sotib olib, uzumga joylashtirib sotishni o'rgandi. Buni natijasida, misol uzumda foizlar katta. Keyin sekin o'ylashni boshlashdiki, to'xta, uzumga 30-40% bermasdan, o'zim 20% skidka berib, 10-20% o'zimga ham qoldirib sota olsam bo'lar ekan degan ham tushunchasi bor. Eskidan ham bor edi bu o'zi. O'sha offlaynda ishlab yurganlar onlayn sotayotganini o'zida ham bor. Misol uzumga ham mahsulotini qo'ygan bo'lishi mumkin, bu yoq tarafdan o'zi ham sotyapti. O'zi sotayotganda, misol uchun arzonroq yoki boshqa o'sha mijozlarga sotish boshlagan hisobiga endi uni ham dastavka qilish kerak. Bozor kattalashyapti. Sizga ham o'zini qaysidir qismini oladi, qaysidirchasi bizda ham bor. Bozor baribir kattalashgan sari servis bor. Misol uchun mana bunaqa saqlashni uzum ham qilib beradi. Dastavkani uzum ham qilib beradi. Uzumni pilusi sotib, keyin fintech bor, misol uchun рассрочкаga qilib berishi bor. Рассрочка variantini biz ham o'ylayapmiz. Misol uchun o'sha qanaqadir hamkorlik qilib, рассрочкasini kimdir qilib berishni hali ochmadik. O'ylovda bor, lekin misol uchun hamma uzumga o'zini bog'lab qo'yib sotmayapti uchun bu yoq tarafdan juda ham katta bozor bor. Shu tarafdan, ya'ni hamma o'zini rizqini terib yuribdi desa ham bo'ladi. Ta'siri bormi desa, ta'siri bor baribir. U ham shakllantirib berdi, yaxshigina bozorni. Shakllantirdi, ta'siri bormi desak bor. Lekin bozor ham baribir kattalashyapti. Tadbirkorlik rivojlangan sari, onlayn internet rivojlangani sari bu narsa kattalashaveradi. Buni yana ham rivojlanishi uchun umumiy O'zbekistonning hamma joyida internet bir xil ishlashi kerak. Ya'ni tezkor bo'lishi kerak. Ya'ni bu soha rivojlanishi uchun. Buni ham katta ta'siri bo'ladi. Juda katta. Misol uchun viloyatga chiqsak internet ishlamaydi. Ochiq tan olaylik. Men komandirovkaga juda ko'p chiqamiz. Endi tumanga borsak-ku, men 3 ta sim karta qilib yuraman. Qaysi bunisi ishlamasa, bunisi yaxshi olsa deb. Bu muammo yo'qolgan deydi. Оборот bundan ham kattaroq bo'lgan bo'ladi. Ya'ni bitta qishloqda, bitta chekka joyda tursangiz ham, Toshkent meni mahallamda misol uchun, MTS, UMS ishlamaydi. Men Beeline ishlataman. Shunga o'xshagan hamma joyda internet zo'r ishlashi kerak, bu soha yana ham rivojlanishi. Birovning haqqini yeb qo'yishiga qanchalik jiddiy qaraysiz? Yo'q, bu jiddiy tema. Haq masalasi. Ba'zi bir xodimlar bor, kompaniyani ham, men o'zimni ham norozi qilib ketadigan. O'ylab qolaman, bu ertaga haqqini halollamasdan ketdi. Menda baribir ichimda nimadir qoladi-da. Albatta. Qo'rqmasmikan degan narsa. Har bitta xodim o'zi aslida ishdan ketayotgan paytda o'ziga tegishli bo'lgan rahbardan halollik so'rab ketish kerak. Halolligini berish kerak. Kompaniyaga haqqimni halol qildim yoki haqqingizni halol qiling degan narsa bilan bu jiddiy tema. Men ham endi o'qiganim yetyapman. Men ham juda o'zimdan ilmli odamni yasa olmay. Haq masalasiga men qarayman, bolalarga ham, misol uchun haqqi qolmasin, yo men buni tekshirlaring, men buni qillaring deb. Shaxsiy savol.
shunaqa katta biznes bir kunda yo'q bo'lib qolsa, yo'qotsangiz nima bo'ladi? Nima qilasiz o'zi? Bo'lishi mumkin. Har xil holat. Yana o'sha narsa rizqqa bog'laymiz. Shu nasibda bo'lmasa ketadi. Ketgan taqdirda ham misol tajriba bor. Yana boshqatdan Boshqa universitet tikib, boshqa yo'nalishlar bordir yoki shu yo'nalishda o'zi bo'lsa ham yana boshqatdan yana bu ishni qilish mumkin. Bu narsadan qo'rqmaymiz. Misol uchun shu narsa bo'lish kerak bo'ladigan narsa bo'ladi deb baribir. qabul qilasiz. Ha, bu qabul qilinadigan narsa. Kambag'allikdan qo'rqasizmi? Qo'limizda baribir. Ya'ni harakatga bog'liq deb hisoblayman men barakani. To'g'ri. Ya'ni to'xtab qolmasangiz, yo'lini qidirsangiz, glavniysi anu tushkunlikka tushmasligi kerak-da odam. To'xtamaslik kerak harakatdan. Tushkunlikka tushmasdan. Tem yo'li hozirgi O'zbekiston sharoitida to'g'risi sal harakat qilsangiz pul topadigan Shunaqa zamon bo'lib qoldi. Bu zo'r. Bekorga oxirgi 5-6 yillikda juda ham ko'p insonlar pulli bo'lmadi, chunki hozirgi muhit shunaqa O'zbekistonda. Sharoit qo'shlamaylarga. Biz katta biznes baribir ham 1300 ga yaqin xodim, stress bo'lishi aniq. Qanaqa kurashasiz bu stress? Katta emas, kattalashyapmiz. Hozir harakatdamiz. Katta kompaniya, mirovoy kompaniya bo'lish uchun stress hamma joyda bor. Bu stressli bo'lish kerak. Ya'ni o'sha struktura deydi, strukturani zo'r qurish kerak. Har bitta yo'nalishga tegishli, kerakli odamlarni biriktirib, ishga egalik hissini uyg'otish kerak-da. Stresslarni bo'lish kerak. Stressdan bo'lib berish kerak hammaga. Stress pastdan babi chiqadi-yu, pastdan tepaga kamayib borish kerak-da. Qaysidir chasti sizga ta'sir qilish kerak. No, baribir qoidasi bitta. Misol uchun shunaqa holat bo'lgan paytda asabiylashib tushkunlikka tushsangiz ham bu muammo hal bo'lib qolmaydi-da. Shunaqa. Undan ko'ra yechimini qidirish kerak. Yechim qidirish kerak. Qoidamiz shu. Nima endi stress bo'ladimi desa bo'ladi. Hamma ishda bor. Stress sizga yechim qidirishga ham sabab ekan. Sabab bo'ladi. Ha, yo'llari chiqadi. Ko'proq baribir anaqa qilish kerak. Biz anaqa bilan ishlaymiz. Bitta turk mutaxassisimiz bor. 20 yil o'sha shu sohada aynan top SEOda top kadr bo'lib SEO bo'lib ishlagan mutaxassisimiz bor. Har oy bir hafta 10 kun bu yerga kelib offlaynda ishlaydi, boshqa payt onlaynda. Ichki muammolarni operatsiya ular endi bir 20 yil oldin o'tganda bu joylarda. U aytadi, hozir men bu joyni mana bunaqa qilmasak, nima bo'lishini. Men bu muammo keladi, chunki baribir Turkiya bozori, O'zbekiston bozori o'xshash. Baribir bu joydan o'tasan deydi. O'sha uchun ko'proq ustoz deydi, tajribali kadrlar deydi, bularni yig'ish kerak. Bizda bor, to'g'ri, juda ham katta summa to'lashimiz mumkin, juda ham katta investitsiya tikishimiz mumkin. Bu lekin rivojlanish uchun tikilayotgan investitsiya deb hisoblaymiz. Bularga ko'rsatib turgan odam bor ekan. O'sha tizimlashtirish bo'yicha biz misol uchun o'zimizni aqlimiz yetgunigacha qanaqadir tizimlashtirib kelamiz, lekin buni yana ham yaxshiroq bo'lishi uchun kattaroq tajribali odamlar kerak. Misol uchun Xitoyga chiqamiz komanda bilan. Komanda bilan juda ko'p safarga chiqamiz. Qiziq mavzu. Turkiyalarga chiqamiz. Undan oldin Rossiya, Qozog'istonlarga chiqib ko'rib keldik. U yerda ham borgan paytda gaplashamiz katta kompaniyalar. Misol Xitoydagi kompaniyalar juda ham katta kompaniyalar. U yerda 100-200 talab samolyotlari bor kompaniyada. Ularni o'sha tajribasi, protsess qanaqa qurgan, ichkaridan 3 kun, 4 kun gaplashamiz kerak bo'lsa, xarajatini qilib yuramiz ular bilan. Tajribasini olasiz. Turklar bilan ham shunaqa. Xitoy kattaroq, Turkiya o'rtada, biz pastroqda deb hisoblasak. Tajribasini olamiz. Kamroq stress bo'lishi uchun, muammoingiz kamroq bo'lishi uchun bu yo'lni bosib o'tgan odamlar bilan ishlash kerak-da. Yozib qo'yilib o'zingizga. Ya'ni uch chuqurga sizni tushish shart emas. Misol uchun sizdan oldin chiqqan odamga chiqib ketgan, o'shani chaqirib qo'yish kerak. Zo'r. Daji sotuvni qurish bo'yicha ham ba'zi narsalarni beryapti. Boshqa davlatni sharoitdan kelib chiqqan holda ishlagan. Lekin o'ylab qarasak, bo'tga ham tushadi. Bu model bizda O'zbekistonda bormi desa, yo'q. Lekin tushadimi desa, cho'tki tushadi. Hatto hali muammo bo'lmasa ham shu muammo kelishi mumkin deb harakatingizni qilib boshlagansiz-da. Faqat o'sha kerakli, tegishli odamni topish kerak. Siz hozir mana eshitayotgan odamlar sal ham boyagi gapingizni ozgina tushunmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni chet elga sayohatingiz tushundik o'zingiz chiqishingizni. Lekin jamoani olib chiqish nima beradi u sizga? Yo'q. Mana oxirgi marta dekabrda Xitoyga olib chiqdim butun jamoani. Kimlar chiqadi mana bu yerda? Jamoa deganda kimlar bor u yerda? Top deylik. Top boshqaruvchilar. Boshqaruvdagi, misol uchun
eng pasti qaysidir bo'lim rahbari yoki departament rahbari yoki qaysidir kompaniyani direktori. Ko'zi bilan ko'rish uchun hamma narsa. Bitta borib keldik, 10 tadan oshiq odam ketdi. Xitoydagi top 5 ta kargo firmasi, o'sha dastavka firmasiga kirdik. Birinchi o'rinda turadigan o'sha SF Express bor, YTO, ZTO deydi, China Post deydi, hammasiga kirdik. Ofisiga borib rahbariyati bilan ko'rishdik, sklatlariga borib ko'rdik, sonlarini eshitdi. Misol uchun biz bir kunda qanaqadir son dastavka qilyapmiz. Bir kunda qancha dastavka qilyapsan desak, bir necha 100 barobar aytyapti misol uchun. Даже biz Turkiyaga borib, Turkiyaga ham jamoaviy borib ko'rib yuribmiz-ku. Turklardan 20-30 barobar ko'proq, 100 barobar ko'p raqamlarni aytayotganlar bor, masalan, turklardan. Uni ko'rgandan keyin, buni qilsa bo'lar ekan degan tushuncha paydo bo'ldi. Bu chegaralar ochilib ketib qoldi. Yo'q, to'xta, bu buni qilib bo'lmaydi. Bu bunga qiynalamiz deb turadi. Bu qilsa bo'lar ekan deydi. Hali kichkina ekanmiz. Bitta skladga boryapmiz, juda katta sklad, Xitoyda 10 ta odam ishlaydi. Ya'ni kattaligi 30 ming kvadrat deylik. Bu 3 mingni 30 ming kvadratlik skladda 10 ta odam. To'liq avtomatlashgan. 10 ta odam bilan shu ish qilish mumkinligini u ko'ryapti-da. Mamutga misol uchun 20 ta odam bilan ustida ishlayotgan bo'lsa, o'zi sekin fikrlashni boshlaydi. Babu anaqa safar dunyoqarashi, fikrlashi, krugozori ancha kattalashadi. Bo'ldi. Tushundim. Infrastrukturani ko'radi borib. Hammani miyadagi bloklarni olib tashlar kerak. Yo'q, olib tashlaydi. Bo'ldi. Bu ham investitsiya endi, to'g'ri. 15 ta odamni olib borib 10 kun yurdik Xitoyda. Lekin siz o'zingiz gapirib berganingizdan ko'ra borib ko'rib, menimcha olib kelib tatbiq qilgan yaxshiroq. O'zim mana misol uchun men o'zim ham misol Koreyaga borib ham shu sistemani to'liq o'rgandim. Yaponiyaga ham kirdik ichkariga. Undan oldin o'sha Turkiyaga ham o'zim borganman. Men bilan Turkiyada ham o'sha topda turadigan tashkilotlarning hammasini rahbariyati bilan tanishman. Borib kechki ovqat, obedda ko'rishib, misol uchun hozirgi men bu mutaxassisim bor dedim-ku. Bu gapirgan gaplarni men ham gapirganman. Lekin uniki boshqa ta'sir qiladi. Uniki lekin boshqacharoq ta'sir qiladi, chunki u bu mutaxassis buni ko'rgan deydi. Bu qilgan buni deydi. Shu taraflari ham bor, misol uchun. Zo'r taktika. Baribir любой kompaniyada kompaniyaning ichidagi odam nimadir deganidan ko'ra tashqaridan kelib gapirgani yaxshiroq ta'sir qiladi. Buni oxirgi 5-6 yillikda yaxshi kes olganmiz. Zo'r yozib qo'yish kerak ekan buni. Lekin siz shaxsiy samolyot olish niyatingiz bor ekan. Nechinchi yilga mo'ljal qilyapsiz rejani? Shaxsiy emas, xususiy deylik. Kompaniyaga rejalashtirganmiz. Bu yuk tashishga mo'ljallanadi. Tushunarli. Bu uchun shunga yarasha avionyamiz bo'lishi kerak. Misol uchun hozir bitta joydan deylik Istanbuldan Toshkentga, Toshkent Istanbulga yuk tashiyotgan bo'lsak, hozirgi yukimiz bitta samolyotni to'ldirishga yetmayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun aviakompaniyalardan samolyotni ma'lum bir qismini arendaga olamiz. Mabodo bitta ikkita reys samolyot to'liq oladigan bo'lsa ham samolyotni arendaga olish mumkin. O'sha 50 tonnalik bor, 40 tonnalik gruzoprodyomimizga qarab samolyotni arendaga olib, yukni joylab olib boramiz. Endi bizda stabil shu aviomga chiqsak, biz taxminan 4 yil, 5 yillikda mo'ljallab turibmiz. Chiqsak, samolyot olib reys qo'yish mumkin bo'ladi. Ancha arzonroq tushadi. Ancha arzonga tushadi. O'zi mana shuncha narsa qilgansiz. Bugun juda ko'p joy ko'rdik, juda ko'p gapingizni eshitdik. Ushalmay qolib ketgan orzular bormi o'zi qanaqadir? Orzu vaqtga bog'langan. Biz aqlingiz o'sishiga qarab o'zgaraveradi. Misol uchun o'tgan yil qilgan orzum bu yil kulgili tuyulishi mumkin. Shuning uchun u doim o'zgaradigan narsa, to'xtab qolmaydi. Ya'ni bugungi nuqtada ushalmagan deb hali ushalish qiyin bo'layotgan. Bugungi nuqtadagi orzuga harakat bor hali. Ushalmay qoldi degan narsa yo'q. Demak, armon yo'q. Yo'q, men bunaqa o'zim o'tgan narsani eslab yurmayman. Boya ham ba'zi bir savol berdingiz, eslolmadim chunki qiziq emas menga. O'sha o'tgan narsa. Misol uchun nimanidir xohlagan bo'lganman, bugun o'tgan yil deylik. Bu yilga keldik-da, to'xta, bu yoki kichkina ekan, buni kattalashtiramiz yoki bu arzimas narsa ekan, arziydigan narsaga almashtiraylik, buni degan narsa keladi. O'tni ushlayapsiz? Yo'q, boshqa qiziq. O'tgan o'tdi, eslab ham yurmayman. Misol uchun bu inson bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin, ish bilan ham bog'liq narsa bo'lishi mumkin. Uni eslab yurishdan manfaat ham yo'q. Miyani qaysidir joyini zayn qilib qo'yishdan to'g'ri yo'q-da. Bizga shuncha katta kompaniya qurdingiz. O'zbekistonda eng yirik yetkazib berish pochta kompaniyasi. Nimalardan voz kechdingiz shu etapda? Faqat vaqt ketdi deylik.
Faqat vaqtdan yetkazdik. vaqtdan yetkazdik Umringiz deylik. ketdi. Chunki hozirgi narsani 1-2 yil oldinroq ham bunga erishish mumkin edi. O'sha sal bilim yetmagan qaysi joyda, tajriba qaysidir joyda hafsala deylik, faqat shunda yutqizdik, boshqa to'g'risi unaqa afsuslanib, achingan narsa yo'q. Bo'lishi mumkin o'sha joyda qolgan. Bo'lishi mumkin. Uyamaysiz deydi. O'sha joyda qoldi. Lutshi eslamaymiz, o'tib ketdi deylik, shunaqa. Baribir ham bir narsani qabul qilganmiz, bir ko'ramiz. Sizni kelajak avlod kimda eslashni xohlardingiz? Baribir anaqani ham ko'rdingiz, oliy maqsadni ko'rdingiz, ofisda ham yozib qo'yilgan, maqsad konkret. Shu jamiyatga foydasi tegishi kerak, ya'ni tadbirkorlikni rivojlantirishga yordam beramiz. Siz savdo bilan, ishlab chiqarish bilan shug'ullanasizmi? Sizni mahsulotingiz vaqtida aytgan joyingizga borishi kerak, sifatli saqlanishi kerak. Mana bunaqa. Shu vaqtida mijozingizni ko'nglini olishingiz kerak. Biz o'rtada sababchimiz. Buni orqasidan sizni biznesingiz rivojlanadi, xodimlaringiz ko'payadi. Taxminan 10 million odam chet elda yuribdi-da. Rizqini izlab, yaxshi pul toping, yaxshi hayot qiling, o'zimga uy qiling, joy qiling deb, baribir o'zbekmiz, ana uy joy shaxsiy nimamiz, xohishlarimiz juda ham ko'p bizani. Endi siz hozir ishingizni rivojlanishiga men yordam bersam, hozir 10 ta xodimingiz ishlayotgan bo'lsa, buni 50 ta qilasiz. Ertaga 500 ta qilasiz. Shuncha odam ketmaydi-da, o'sha yerda siz yoningizda o'sha pul topadi. Masalan uchun Rossiyada yurgan bola necha pul? $500, $1000 pul topayotgandir. Siz hozir ham xodimlaringiz $500,000 topyapti-yu. Bola chaqasini oldida, uyida, shu topgan pulni shu jamiyatga yana sarflayapti. Qancha pul aylansa, ko'paysa, rivojlansa, bu yaxshi. Oliy maqsad shuni orqasidan qurilgan. Shu jamiyatga manfaatimiz tegishi uchun endi eslashi shu, shaxsiy kritikalar bor. Insoniylik, samimiy, adolatli, misol uchun bo'lish tarafidan bo'ladigan bo'lsa, bu ish tarafidan keladigan bo'lsa, bo'ldi, mana shu bitta xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirib, bir top darajaga servis olib chiqqan bir inson sifatida ko'rilsa, xursand bo'lamiz. Yana bitta sal qochirimli, kulgiliroq narsa bor. Menimcha o'lganingizdan keyin qanaqa eslashlari unchalik muhim emas, faqat yaxshi insonligingiz uchun ortingizdan bir duo qilib turishsa, shuni o'zi yetadi. Menimcha shu nuqtada bu manfaatli videoni tugatsak bo'ladi. Bo'ladi. Ancha bo'ldi. Qolib ketgan savollar bo'lsa, biza ko'tara olmagan yo biza bilmay qolgan mavzular bo'lsa, buni kommentariyaga yozib ketsa bo'ladi. Chunki biz buni qisqa video sifatida yana olib chiqsak bo'ladi mavzuga. Bo'ladi. Odamlarga qiziq bo'lgan. Albatta bu video menimcha kengroq tarqalishi kerak. Sizni oliy maqsadingiz tezroq amalga oshishi uchun. Shunaqa. Ko'proq tarqalsa, ko'proq odam ko'radi, bilsa bu haqida buning uchun nima qilish kerak? Like qo'yish kerak. Buning uchun bu videoni kengroq tarqalishiga yordam berishingiz kerak va albatta kanalga obuna bo'lish kerak. Bu videoning davomi bo'ladi. Boshqa yana infrastrukturalarimizni davomini undan ham manfaatliroq qilib olamiz. Zo'r. Hammaga rahmat. Yoqgan bo'lsa fikrlarni kommentariyada yozib ketinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.